Assalomu alaykum. Ekran oldidagi Sharq Turkistonlik qarindoshlar, hammanglarga Abdurim G'aniydan salom. Assalomu alaykum. Nurmamat Musayev aka, Umid Hamid aka, sizlarningki bugungi kechlik naq maydon suhbatiga qatnashib berganlarga rahmat aytaman. Va alaykum assalom. Xush bo'ldingiz. Va alaykum assalom. Sizga rahmat. Oldi bilan ekran oldi qarindoshlarga sizlar haqida qisqacha bir tushuncha beray. Nurmamat Musayev akamiz Amerikada yashaydi. O'ziniki Tor dunyosi hammiz taniymiz, yozgan obzorlari, maqolalar bilan tanishdik. Umid Hamid akamiz Uyg'ur hurlik munbirniki qurg'uvchisi, o'zi Germaniyada yashaydi. Yangi bir xabarimiz taqimish bir hafta oldi ko'p doktor dunyosida Malayziyada necha o'nlagan Uyg'ur o'quvchilarniki aqs o'qish nimasini hal qilibdi. Bu vaqtida Alloh xolis bu kun bir suhbat qilamiz, tafsili shu joyda o'zining og'zida anglaylik. Hamsa bugungi bu ikki akamizniki o'zi oliy maktab o'qiyotgan vaqtida, ya'ni 1985-yil 12 oyning 12 kundagi Urumchida yuz bergan Uyg'ur o'quvchilar namoyish haqida bir suhbat taklif qildim. Bugun naq shu Urumchilik oliy maktab o'quvchilarininki 12 dekabr o'quvchilar harakatiga 39 yil bo'lgan kunga bugun bu suhbatga kelib berganlarga ko'pdan ko'p rahmat. Bu 85-yilmi mening bilishimcha Uyg'ur o'quvchilarni oliy maktablarga qabul qilish 8-yildan boshlandi. 78-yildagi Xitoyning nimalar tugagandan keyin madaniyat zo'r inqilobi tugab Xitoyda azroq iqtisodiy siyosatlar yurgizilgandan keyin aniqaning ba'zi ma'rif nimalarini azroq kengaytgan ma'rifni tuzumini yaxshilaganligi bilan Uyg'ur o'quvchilarniki ba'zi nimalar yaxshilanib oliy maktablarga o'qish fursati ega bo'lgan, uzun o'tmay bo'lgan bir qatimliq o'quvchilar harakati shundaqla Xitoy kommunistik davlati Sharq Turkistonni ishg'ol qilgandan keyingi Sharq Turkistonda Uyg'ur oliy maktab o'quvchilarininki tunji qatim elib borgan Xitoy hukumatiningki adolatsizlikka, haqsizligiga qarshi bir qatimliq haqqoniy harakati deb bilaman. Unda o'qib qolsa oldi bilan bu qatimliqqa o'quvchilar harakatiningki portlashiga sabab bo'lgan ijtimoiy shart-sharoitlar qanday portlaldi? Bu savollarni boshlayman. Hamsa Nurmamatga avval sizdan bu savollarni bir boshlayman. So'ray. Assalomu alaykum. Rahmat Abdurimjon. U kunlaganimda bugun mana 39 yil bo'libdi. Shu vaqtda 20-19 yoshda, mana bugun 59-60 kirdikda 40 yil o'tib ketdi. Hem onun sebepleri hal nurg'un, uni hammani hozir bu yerda deb bo'g'ilmaydi. Bunun mühim sebepleri Uyg'urlar Xitoy, ya'ni Zozungdan besivag'andan tortib ta zulm, ishkence ko'rib, emdilatin qo'shiqtoydigan, biroz erkin nafas oldigan ma'rifni endi davomlashtiradiganға 5-6 yil bo'lgan vaqtda. Ya'ni 1978-yili Deng Xiaoping Mao'dan Xitoy o'lgandan keyin ilib borgan siyosatdan keyin, ya'ni 3-chi umumiy yig'inda yomon cho'ng bilmish vaqtida shundan keyin butun Xitoy miqyosida ilib borgan siyosiy iqtisodiy islohotning bir uchun ushqullari bizning vatanga kelib, shuning ta'siridan bizning vatandagi turmushlarimiz, sharoitlarimiz biroz yaxshi qarab o'tgan. Ya'ni turmush so'langanlar qo'yilib berib, o'ldirilganlarga nafiqa berib degandek vaziyat yaxshilangan, o'qish asliga kelgan, ma'rif asliga kelgan, xalqning qo'shiq to'ydigan, uchsizlik kiyim bo'ldigan davr kelgan. Ya'ni 85-yilda biz o'quvchi vaqtimiz, biz shu vaqtda 6-qaror, 5-qarorning o'quvchilari biz endi. Maktabdan hech kim o'qish bitamagan, 1-qarorni bitamagan vaqtlarda biz maktabga kirgan vaqtimiz. Shunday bir vaziyat endi, ya'ni Uyg'urlar Xitoy mustamlik tarixidagi eng yaxshi bir kunni endi boshdan ko'chirishga boshlagan bir davr shu mazgil. Bizning vaqtki sharoitlarimiz bugungi yoki 2000-yillardagi Urumchidagi o'quvchilar sharoitiga qaraganda yomon farq bor. Vaqtidagi
vaziyatning taraqqiyoti, ijtimoiy taraqqiyotlar yo'q, telefon yo'q, mashina yo'q, faqat ko'cha avtobus velosiped bilan qatnaymiz. Xat aloqamiz shu o'zaro berib so'rashadigan shundoq bir davr. Endi qo'sqimiz aran to'ydi maktabning tamiqiga. Ba'zi o'g'illarning to'ymaydi. Endi g'orgul bir turmushda ammo ruhiy jihatdan bir ko'tarangi ruhliq, milliy irodamiz kuchli bir davrda yashayotgan vaqtimizda. Shu vaqtda vaziyat yaxshilangan bilan Xitoy yeni bir yilga siyosat qo'llanib kelgusidagi bizning kelajagimizni yo'q qildiganga yangi qonun loyihalarni tuzib bizni kelgusi patqaq patirish to'g'riliq bir nima qilgani uni biz ziyolilar va o'quvchilar bildik. Shuningga kelajagimizni aslab shu vaqtga kunlik turmushni desak biz namoyish qilmaymiz, chunki turmushimiz yaxshi, ota-onamiz qilmanglar, undaq qilmanglar, biz Xitoyning zulmini ko'rdik. Mushning shukrda deyotgan bir paytda biz o'quvchilar kelajakdagi bo'layotgan avlodlarimizning, kelajak bizning taqdirimizning texmi xatar ketib qolganligini his qilib, ya'ni shu vaqt o'quvchilar Uyg'urlarning eng oliy bilimlik fuqarolar rolimizda, oliy maktabda o'quvchilar. Shular shuni his qiladi. Ya'ni buni birinchi bizga majburiy planliq tug'utni tangda sho'jili. Ikkinchi bizning mamlakatga Xitoyning jinoyatchilarini normal ko'chman Xitoy kelyotdi. Undan sirt Xitoyning jinoyatchilarini bizning vatanga lager qilib keldi, tarixga yetkazib keldi poyezdda. Üçüncüsü bizning vatanda to'xtamay atom bombasini etivadi. To'rtinchisi Xitoy ma'rifiga bo'lgan dasmilam Uyg'ur ma'rifiga solgan dasmi o'xshamaydi. Asosda bizning milliy ma'rifimizni endi asli kelganda buning kuchimavotida yo'qolib ketib bordi-da bumi. Bu sharoitlar va anandikan muhim ta'sir qilgan narsa shu vaqtga bizga avtonomiya degan nomni o'zlari 55 berib endi 80-yillar rasmiy uning qonunlarini e'lon qilib bir-biridan ijro qilishga boshlayotgan. Ya'ni avtonomiya bo'lganda bu yerning yerlik ba'zi bir ishlarini, huquqlarini, qarorlarini yerlik avtonomiya, yerlik parlament berdi. Bizda Xinjiang xalq qurultiyi deb bor, shu yerdan beradi. Uning bizoq bizning raisimizni bizga muhim ta'sir qilgan omillardan shu vaqtga xat topiklarimizni shu vaqtga rais Ismoil Ahmedni elib o'tib, uning o'rniga Temur Davomatni Beyjingda bir yig'inda o'tirib qo'yib qo'yish bilan o'rtalar 5-6 turli sababning yig'ilishlar bilan o'quvchilar bir qaynab ichilib esan qildik. Uning oldida Xinjiang ketkizda shu atalmış Xinjiang universitetida o'quvchilar toza ichilib sayrayotgan bir mezgilda. O'quvchilarning ong saviyasi ko'tarilib, milliy ruhimiz yetilib, ma'lumlar, Abdumrayning rahbarlari, peshqadam yozuvchi, professor, doktor deganlarni universitet taklif qilib, ular bilan bas munozara, tarix, o'tmish, kelajak haqida talash tortishlar bo'layotgan shunday bir qaynoq vaziyatda yuqorqi 5 ish yig'ilib oldimizga kelib qoldi. Shuning bilan o'quvchilar buning qarshi hukumatga bir noroziligimizni bildirish niyatida 12 oyning 11 kuni to'plandik va bu namoyishni oxiri ro'yobga chiqdik. 2012 oyning 12 kuni 1985 namoyishni degan ish. Ana u namoyishning jarayonlari hali uzun endi. Endi qolsa Umidga sizdan so'ray. Bu qatimliq namoyishni qaysi tashkilot o'quvchilar tashkillagan? Bu namoyishni endi hozir Nurmuhammad akam namoyishningki qo'zg'ash asos omillar bir so'zlab o'tdi. Endi sizningki bu ikkinchi shu vaqt o'quvchilar harakatiga shu namoyishningki tashkilotchilari ham shu atalmış Abdumrayning rahbarlari bilan ko'rishgan ekansizlar. Yani bu şaxtadaki sizden bir anlayla qaysi tashkilot ham o'quvchilar nimalari bu namoyish tashkillagan. Endi bu jihatda meningki o zamandagi kechirmishlarim qaysi mezgilda qaysi maktabda o'qiyotdingiz? Men o chog'da Xinjiang pedagogik universitetida o'qiyotdim. Xinjiang pedagogik universitetida men texi shu yili universitet kirgan yilim. O texi endi 17-18 yoshdim. 18 yoshga yangi kirgan vaqtim. Meningki o chog'dagi o jamiyatga bo'lgan ijtimoiy turmush va Uyg'urlarning tarixiy va milliy uyg'unishlarga bo'lgan qarashim albatta Nurmuhammad o chog'da o'qiyotgan ish kuchli bo'lgan, uningkidan jiq to'gan albatta. Ben bo'layotgan bu Uyg'urlarning ziyolilik uyg'unishlarini balki uning bir charikini aran bayqagan bo'lishi mumkin. Chunki Xinjiang pedagogik universiteti qurilganiga texi endi shu vaqtida 10 necha yil bo'lgan. Biz kirganda fizik fakulteti bo'lsa, Xinjiang pedagogik universitetining 3-qarori to'q biz. 82 bir apti ekan, 84 bir apti, 82 milliycha, 84 Xitoycha sinib, 85 biz endi Uyg'urcha sinib qilib olgan, men 85-yil kirgan. Shu 85-yili
pedagog universitetga shu birinchi qatim tarixida keng ko'lamli o'quvchi qabul qilib ekan. Shu eng ko'p o'quvchi qabul qilgan shu yili 1260 necha o'quvchi qabul qilib ekan endi. Bu Şinjan universitetlarida bo'lsa balki uningdan necha ming qabul qilish mumkin. Endi bu namoyishlarni u yerda tashkillagan yap asan Şinjan universitetidagi o'quvchilari, Şinjan universitetining ziyolilari, ashaning o'qituvchilari kayinda bor. Bu ben o'qigan pedagog universitetlar asan az munosabati bor. Biz faqat bir kun baldur bizning cho'ng sinfdagi 82, 80 shu birning ballari batdi. Shu aklarimiz shu vaqtida yig'ib bir kun baldur bizning mana shu Şinjan universitetidan kelgan xabar ekan. Deganda soat 7dan 10dami, 7dan 15da shu vaqtida bir atganlik gimnastika chiqardik. Gimnastik o'yinlari majburiy. Atganlik tamoqdan bo'ldi. Shu yerda tizilib hammamiz ko'chaga chiqamiz. Butun sharq nima Şinjandagi deymizda shu chaqda endi. Mana o'quvchilarning hammasi xalq hukumatining oldiga boradi, xalq maydoniga boramiz. Tizilin degandek biz hayajon u chaqda Mahmud Nurmamat degandek shu davrlarda biz xil erkin Uyg'urlarninki milliy masalasini, Uyg'urlarninki biroz uyg'onishni ko'z tutgan shaklda tarixlarimizga qiziqib, Uyg'ur tarixi biz tarixda mandaq bo'lib ekanmiz, mandaq tarixlarni yaratib ekanmiz degan billa Xitoy oshqunlari jiqlab ketib bordi. Xitoyning lagvazlab tillaydigan kaskin bir uyg'onish Uyg'ur yashash ichida bo'lgan. Şinjan spandashiga ya'ni pedagog universitet kelgan vaqtimizda Sharq Turkistonning har joylaridan kelgan yosh bolalar bilan har qanday temalarda ochiq oshkor so'zlashib, hatto Sharq Turkistonning Xitoyga qarshi urushilib qolsa qanday bo'ladi degan shu darajada temalarni keng kushada ozod paranglashdik bu narsalar umumyuzlikda o zamonlar. Lekin men u chaqda ham kichik bo'lganlik uchun shu yil o'quvchilar kelganlarga vakil bo'lib qatnashdim buningga. Buningki tafsilotini mencha yana da o'sha Nurmat Musabay Şinjan universiteti o'qigandagi ashaydan qo'zg'algan shu yerdan ko'klab chiqqan bir namoyishninki oq ko'rinishi bo'lgani uchun men yaxshi deb berolay deyman. Rahmat. Unda bo'lsa Nurmamat aka bu qatimliq shu namoyishni qo'zg'atish urinish atalmish Şinjan universiteti ekan. Siz shu mezgilda nechinchi yilni qachon oliy maktabga o'qishga kirgan shunday mush qatimliq demizdan qo'zg'atqish nimalarni shu ahvolni bir so'zlab bersangiz rahmat. Ben üniversiteye 1982 yılı kirgen, benim şu vaktim 4. karar çıkan vaktimizde. 4. yılı kesibinin 3. yılıki, mektepten 4. yılı çıkan vaktim. Ben biz şu vakti ama Amerika'nın hesaplığında bir junior bulmuşuz değil mi de? Fütürüşten bir yıl burun kılır biz. Bizden aldığımız 81'lik var, biz 82. Yani şu mektepten çoğunları hesaplığımız. Bu namayışının kim tashkilgan, kim qo'zg'angan bizning ba'zi bir sabdoshlarimiz har xil nimani yozadi hamda chunki hammamizning ko'z qarashi, tushunishi har xil bo'ldi. U vaqtga qo'zg'ashga cho'nglarimiz tashkillashdi yo'q, chunki cho'nglarning yuragi mujilib ketgan. Cho'nglar tashkillashdi. Agar cho'nglar bo'lgan bo'lsa, bizni namoyishdan keyin 2-3 oy so'roq qildi, hammamizni ochimiz chiqib, u vaqtda setutdatdik, o'zida setutdik. U vaqtda kichik vaqtimiz, o qo'qtish ota-onamizda kelgan besim, hukumatning besimi, maktabning besimi bilan o çoğunlarının birisinin ismini bilgen bolsak, Allah birini setiyorduk. Çoğunlar bu vakti ölüm ceza oldu. Çoğunlar aramız yok olgaçka bizim tep veremedik, özümüz kaldık. Bunu yaşlar, şu vakti okuyucular özümüzün bay degandek, yaşlar özümüz pişbitliğe ümit degandek biz her gün keşte o vakti da bu yazgıcı şairimiz yakın ölüp ketken bizim Barat Tuat denime edebiyatınki. İşte ne yazgıcılarımız toxtuma şiir yazdıgan, hemmesi inkılabı şiirler. Qağallarımız her gün yatakta, sorunda, üye otursak, müşü Uygur'un vaziyeti, ötmüşü, bugünü, kilerçik doğruluk, oçuqaşkara, kenküşada, o da ümidege uğruş kısa kanda oldu, Xitay'ın asızak, bir gün, kancıdak vakti tüketkili buldu, korallar, pelmutuna, hatta biz pezekide bir formülen sınıf dostluğa, Xitay'ın eğitip ütügüç için, biz bir pezek formülü getketi, şuna bir bala formülağı silip, Xitay'ın otomatik pelmutuyla to'xtama atqanda manchak vaqt itib o'g'il bo'ldi ekan degan narsa do'stga cho'g'im yozib qo'ygan. Biz ham kulib turgan. Keyin ma'lum kiribmi, ko'rib ma'lum kim yozdi, o'chirtinglar deb o'chag'iz ekanda, ashinchalik darajada bir erkinlik bor. Endi oramizda Xitoyning quloqlari yo'qmi degan bor. Har bir sinfda partiya a'zolari bor, ittifoq a'zolari bor, hukumatga, maktabning siyosiy komissiyalari deydi. Ammo hukumat shu vaqtida bilmaymiz, bundaq ishlarga ko'ngil bermay, ularning planlari cho'ng boshqabiki yoki biz Uyg'ur o'quvchilarining bunda so'zlagan bilan bir ish qilinmaydi, ular quruq gap qildi deb o'yladimi, e'tibor bermagan.
Şunla biz özde qaynab turgan vaqtimizda yuqorqi degandek 5 omil shu 85 kelganidan o'quvchilar o'zligimizdan aktiv harakat qildik. Ya'ni qilib shu vaqtida birinchi yig'ilishimizni 2012 oyning 11 kuni tushda bir cho'ng yotoq vaqti jug'rofiya 80 shu yotoqqa bir 30-40 o'quvchini taklif qildik. O vaqtda hamma sinfning sinf boshliqlarini yig'ib akirib, bolalar ashada bo'lgan vaziyatni muzokara qilishdik. Müştak bordu. Bunun kartta bir fikir belgesek, hükümet gibi teklif sunsak da peşinde namoyish qilish niyetimiz yok. Çıraylık yazmış şekilde hükümetke evet verimiz degan bulduk. Bu planımızı qo'llash uchun boshqa maktablarning fikrini apiq uchun bir aloqasini ishkina etdik. Ya'ni Moliya instituti bilan yishgan ketgan bir bola. Hatta vaqtida qo'rqib kim berishdi, aloqa berish qilma, bolalar qo'rqib turayotgan vaqtlari. O'zini ifodalamaydi, tala o'zini ifodalashga o'tirish ko'rsatdi, qo'rqadi. Hammamiz keyinni turish, oldira chiqish yo'q. Ayta vaqtda bir bola nam borman deb bodi, u maktabga berib, o'zining ag'ilariga so'lishib, uni qayli qilolmay, oxiri yo'g'on xatni yozib, ularning oshxonasini oldi chaplab qo'yini gapdi-da. Mustaqil. Keyingi kechdi kelganki ahvol dedi, kechdi kelganga bolalar biroz tushdiki, qo'rqinchdan kechdi yana qayta yig'ilgan ekan, biroz jonlandi, qo'rqmayman, nima qilamiz unda qilib degandiki, udil hukmatga olmamdoq dedi. Boshda maktabning oldiga tushganda cho'ng maydon bordi. Eşyada yığılıp mektep rehberliği deyimiz degan to'q. Ki atırdı balla dedi. Mektep rehberliği desang ne paysa ularning qo'lida ish kelmaydi. Deydi adam shu Abdumurayning raisi shuning deyishimiz kerak. Bagan degan xalq hukumatiga bormaymiz deb unda deydi. Degan undan basak barayli degan. Undan nima basak nima ko'tarib bormaymiz deganda shu aralıq bu munozarani shu Coğrafya 82-yillik o'quvchisi Samatda bir bo'lyapti. Shu bola uni 5-6 surlik qilib yozibdi uni. 1 2 3 deb. Ya'ni uningda birinchi Şinjan'ga demokratiya paydo qilish kerak, Şinjan demokratik bo'lish kerak, ikkinchi milliy ma'rifni kuchlantirish kerak, atom sinig'ini to'xtatish kerak, planliq tug'utini to'xtatish kerak, Xitoy ko'chmanlarini to'xtatish kerak, Sharq Turkistonning ekologik muhitini qo'g'dash kerak va boshqa degandek, unda 6 listda yozgan qarsak yaxshi, uni ba'zilar qo'shib uni 10 qilayotgan ba, 11 qilayotgan ba, uning ichida radikal bir fikrlar bor, Xitoy chiqib ketsin deganlar qo'shganlarmi bor. Uyg'urlar bolalarga erkinlik. Shuni oxiri yig'ib yaxshi bo'pti dedik. Shundan buni qaytadan endi bu bo'lsa boshqa maktabning bolalarini qo'zg'ayli, tang borayli deb shu kuni kechda hammamiz volonter o'z ixtiyorimizdan 2dan bo'lib har bir maktabga 2 o'quvchi bordik. Shu vaqtda men yana bir muxtar deb o'tib muxtarchim Mehmet To'xtaning saboqdashdi. Ikkimiz Gongşuyenga sanat institutiga borgan. Bugun sanat institutiga bugungi o'sha saboqdashim mening Nijat Abdurahmon az Kanada da İlyar Şemşidin ma bugün şularni yig'ib kelib cho'ng bir yotoq yig'ib berdi bolalarni, aslan cho'nglarni, sinf boshliqlarini. Shular planlarimizni biz deb mushtaq qildik, mushtaq qo'zg'almasak bo'lmaydi. Uyg'urning kelajagi xatarlik, shuni qo'zg'alaylik, hukumatga bir fikrimiz bildiraylik deb bular biz fikirdik, bizga o'xshash Moliya institutiga, Spandashoga, Umidlarga, anandikin tibbiy institutga, Moliyaga Önümüzdeki 7 ali mektep olsa şu 6'sı bardık. 6'ı 12 okul verip qaytib keldik. Hammamiz yaxshi bir natijadan qaytib keldik. Ya'ni Abduz to'xtab ketib piyoda keldi. O vaqtida qaytib keldigan vaqtimiz Qoralimiz Abduz to'xtab kelsa hech nima yo'q. Biz chiqishcha soat 11:13 ga ketib, oxirgi Abduz ketib, biz sanat institutining atamiz Dashoga piyoda kelgan kechida qor undaq. Shunlar tugidi. Ertasi deganda namoyishga chiqdik. Ammo bizning bu nimamizni hükümet bilib qaptida. Biz onu bilmaydi desakmi, aramızdan hem de o'quvchilik partiya a'zolari bor hamda. O biz shu kuni kechda yig'in qatnashgan sinf boshliqlari uni chiqib yotoqdagi bolalar deganki, yotoqdagi bolalarni degan kommunistlar chiqib birlari uya bu deganmi yoki yuqori boshliqning bolalarimi buni Şinjan Dashoning rais bo'limiga xabar qildi. Rais bo'limi 2-yildan Abdumuraylik tunji bu deydi, siyosiy birlik deb ashaga Təşviqat bölümüge, partikom sekretarı degan keçidillam Abdumurayning raislari bu bola Şinjan Dashoga yig'ilib, bu namoyishning oldini qandoq olmaydi deb yig'ilib, ular qaror qildiki, bular atdigan 8 chiqishdan biri biz 6 da ularni qo'zab, bularni yotoqda tutib olib, bular hammasini sinfga yo'llaymiz, butun darvoza tomlarni taqab, bularni talaga chiqarmaymiz deb ayta qaror qilib, biz uxlab olsak, hatta menmi kelib, kechida kelib bu mening yotiqim bolalarga diyemagan adi namoyish bo'lganligini. Şunlar ki Slavos'ta 6'dılar. Bir yerde bulanın aldırı kervelishi, bular Beijing vakti bilen Şinjan vaktini arqıbdı da. Biz 8 namoyish qildik ki, bular 8 deganda Beijing vakti o'ylab bilan bizni 6'lı kervan gap Şinjan vakti 6'dılar.
Falqat kirib olganda biz o'quvchilarga usunchi guruhga herdeklam hammamiz tan qo'pib ketdik. Qo'saqlarimiz oshxonaga borsak, oshxona ochmagan oshpazning xabari yo'q. Shuning bilan bolalar oshxona oldiga yig'ilib qoldi. U yerda uqmagan bolalarga bu yerga o'tirib chiqib, men dedim, rahmatli varis dedi, "Mishda bugun namoyish bor. Tamoqni yesak, agar nashliqqa bir tam non berdi, bir qaynoq suv bilan jiq narsa olmaydi shu vaqtida. Shu nashliq dinimizni yeb bilan hammamiz namoyishga boraylik, qizlar ketdi, biz o'g'illar nomus emas aqs qolsak degan tashviqotni qildik. Ammo oshxona ichilmadi. Ichilmagan ba'zilari chiqchaq qilib tamoq qatisini oshxona o'chirat qo'yib qo'yib, qato biroz qachon ko'chiq tizib qo'yib oshxona oldiga. Bir-birdan keçib maktabning oq yo'llari bor, o'sha yerda qarag'ash mazgil. O'shalardan ba'zi tomlardan otilib xalq maydoniga ketdik. Tashkillanish, ko'cha chiqish shunday bir shaklda bo'lgan. Buningda hech bir cho'ngning, hech bir tashkilotning, hech bir shaxsning tashkilishi yo'q. Bu yerda Uyg'ur yoshlarining istiqiylik, jasurlik va fidokorlik ruhi bilan o'zaro o'zi tashkillagan. Ya'ni Uyg'urlar agar bir ishni qilsa tashkillanlaydi, bir tashkilot bo'lmasmi, bir besh bo'lmasmi tashkillanlaydiganligining ifodasi bu. Ashta tashkillar o'quvchilarni bizning Shinjongda shuning o'quvchilar chechilib bordik-da, biroq chiqamadik. Chunki biz baldir bizni tutib oldi, bir qismlarini sinqib buyurdi, yotoq oshxonaga buyurdi, ammo qizlar atdigandilar, yetadilar, yotoqda choy ichib bilan ular optizlar ketib qopti. Qizlarning ketgan xabarni olganda o'g'illar nomus qilib, bu qizning kayni qilsa qanday bo'ldi deganlar, chaqchaqlarlar bizmi tamlarni otilib, to'sib olgan ma'lumotlarni ishtirib bilan darvoza ichib chiqib ketdik. Biz borsak bir qism o'quvchilar kelibdi, masalan, Spandashonning, Bayning shoyining taqkamiga Spandashon kelibdi. Bular atdiganlik jurashlarlar to'poq jurab ketdi. Eng yaxshi ratib kelibdi bular. Aniki boshqa maktabnikida biz kelib bo'lgandan keyin Yeziglik instituti, ya'ni Bayning shoyining bolalarimi ashunda xuddi Spandashonga o'xshash, ularni gimnastika deb maydonda yugurib 2-3 kelganda darvoza yugurib chiqib ketibdi. Shu Bayning shoyidan mangan betib bizning shu xalq maydoniga keldi. Yezgilik universiteti. Yeziglik instituti. Yeziglik instituti o'qib ashunda kelib yig'ildik. Hamda bu yerga statistika bo'yicha hukumat bizni 2000 dedi, amaliyotda biz 10 mingdan o'shiq o'quvchi yig'ildik shu yerga. Yani bir tadqiqotga yaqin chiqqan tadqiqotda shu vaqtdagi bir Xitoyning deyishicha Urumchidagi o'quvchilarning 7 oliy maktabning o'quvchi soni 18 ming atrofida edi. Uning 20 dan ko'proq Uyg'urlar debdi. Demak, son to'g'ri. Biz 10 mingga yaqin o'quvchi chiqdik. Uning ustiga o'rta maktabning bor, o'rta texnikumning azlari bor, andiga jamiyatning az to'li bor. Jami 10 mingdan 12 ming orasida o'quvchi xalq maydoniga yig'ildik. Bu Uyg'ur tarixidagi eng cho'ng yig'ilish, to'planish bo'ldi. Bu Urumchidagi bir shayga 12 ming o'quvchi odamni to'plamak o'ng'ay emas. Shu vaqt shunda to'plangan. Yani bir gap qilsam gap qolib qoldi. Endi hozirgi mezgilda o telefonimiz var. Bir telefon qilib bo'lmasa, oya chiqamliq, maya chiqamliq deblarkim, budamni yig'ila olamizda. U mezgilda nerede telefon bo'lsin, hech nima yo'q-da, masalan, men qachon maktabga urgan telefonlar yo'q. Masalan, biz olim hayotda o'tgan vaqtimizdami, dönkörik ishbashada pochtaxonada sizni turib telefon olib turdi ota-onamiz bilan hamda. Bunda aşkı biz qo'shib qo'y. Agar shu vaqtgi vaziyatimizga, shu vaqtgi bizning milliy ruhimizga bugungi sosyal media, ya'ni WhatsApp, Facebook bo'lgan bo'lsa, butun Uyg'ur diyorini uyg'otib bo'ladi. Uyg'urlar shu vaqt uyg'ongan tayyatdi bir portlatqich kuchga, bir yetaklashga, bir ishtirguchi kuchga muhtojdi. Shu vaqt biz o'quvchilar boshlagan bu ishga agar shu vaqtda bu Facebook, WhatsApp bo'lgan bo'lsa qilsak, xuddi Suriyada 2011-yilda portlagandek bizning vatandimi demokratik namoyish boshlatdi. Aqsda albatta qurolli urushga o'zgarib ketdi. Chunki Xitoy xuddi Suriyaga o'xshash namoyishni xohlamaydi, qurolli bosuvdi, bizning qo'limiz qurollarni urushadi. U sharoit bizga yo'q. U vaqtda siz degandek na telefon bo'ldi, uzun yo'l telefon aslida idora jamiyatning ishxonasida bor, boshqa hech nima yo'q. Faqat qatnash transport, avtobus, velosiped, boshqa hech nima yo'q. Sharoitimiz shunday nachardi, lekin shu nachar sharoitda 10 mingdan o'quvchini shu aktivchiligimiz bilan, shu pedagogligimiz bilan, shu o'quvchilarning shu vaqtga ko'tarangi ruhiy jangovarligi bilan maydonga to'pladik. Endi bir gapimiz diqqatni tortadi. Bir yangi tadqiqot nimasida deyishcha dedi, namoyish qilib 18 ming, buni ko'p sonli Uyg'urlar deb hamda. Bu tadqiqot nimasi chiqarganda buni yozgan kim ekan bu narsani? Buni bir Amerikalik
shu 12 dekabr tadqiq qilib yozgan uni ko'rsatgan materialda Xitoy siyosatchi Yang degan Xitoy 1986 yozgan bir kitobida ashuna yozibdiki. Shuni kopiya qilib qo'yibdi. Manba qilg'iliq ekanda. Endi ko'p sonli Uyg'ur yani onun da Xitoydan qaytib olmoqchi, boshqalarning bor demoqchiman shunday bo'lganda. Yo'q. Demak, men o'quvchilarning qanchalikligini, u yerdagi o'quvchilarning o'ndan o'sha o'quvchining qanday chiqib qolganligini bular ko'rsatish kerak-da. Ayada ko'p sonli Uyg'urlar degandan keyin boshqa millatlar bor degan gapda hamda ba'zi Uyg'urlar ya bu 18-16 mingniki yarmi Xitoy, yarmi Uyg'ur degan gap. Umumiy o'quv uchun demakchi. Universitetlardagi umumiy o'quv uchun deyapsiz. Yetti universitet o'quvchilar bo'lmasa namoyish qatnashganlar deb qolibman. Yo'q, namoyish qatnashgan emas. Undasa abed deb bo'lib namoyish qatnashganlarning talablarini, olishtirlik talablarini dedingiz. Shunday bo'lganda endi buni ikkitadan javob bersangiz bo'ladi. Birisini qilib kam to'liqlaydigan qilib qolsangiz, men to'liqlaydiganlar. Ya'ni bir savol bu qatimqi namoyishga shu vaqt hukumat rahbarlari, Abdumar rayonining atalmish Abdumar rayonining rahbarlari hukumat qanday bir inkoslarni qaytarish mezgilida buni darhol qaytaga inkoslar. Şu vaqtdagi namoyishlarninki shuarlari mening esimga qilishicha 10-11 turlikdi. 11dek esimda bor. Endi men yomon ko'nirib ketgan narsa qilmoqda. Shuningda atom sinig'ini to'xtatishdan tortib, Xinjiangdagi neftining 5%ni Xinjiang uchun ishiltish degan nima bor hatto shuning bir shartmi bor shuningda. Sharq Turkiston olaylik mana mislga. Sharq Turkiston deydi. Shu vaqtda aynan nima desam shu vaqtlikda Sharq Turkistonning chiqqan neftni Sharq Turkistonning o'zininki taraqqiyot uchun ishlatish, atom bombasi yetishishni to'xtatish, ko'chmanlarni to'xtatish va siyosiy jinoyatchilarni Sharq Turkistonga o'tkazib kelishini to'xtatish, Uyg'urlarga bo'lgan tug'ut cheklashni to'xtatish, Uyg'ur milliy ma'rifini taraqqiylashtirish, Uyg'ur ashun qatorliq endi batda hozir mening esim kelgan 6-7 stal. Mening esimda qolsa shu 10-11 xilta Nurmamatning esi kelsa, uni to'xlab qo'ysa deyman endi. Ayliqqa bizga o'xshashma to'g'ri chiqmaganlar shu vaqtda qatnashgan chet eldagi boshqa qarindoshlarimiz bo'lishi mumkin. Ularni endi azdab qoldi deymisin demoqchiman. Konu narsa bo'lgan. O'kunga ama ümit edi. O'kunga qandaymiz bu vaqtda biz yozilgan bir o'lchamlik bizni yozib bo'lmagandan keyin hammasi buni qizlar aslında qizlar kechicha qo'lda sham yo'rig'ida qo'lda ezib ko'paytgan. Shunaqa ba'zilari buni olgandan keyin boshqa maktabga borgandan keyin boshqa maktabga taqatganlarmi o'zining hissiyat qilib uni qo'shib oldigan ili o'tib 10, 12, 6, 7 o'xshamaydi. Ammo mening qo'limda men hukumatga shu nima topshirganman. Onun o'quvchining oldida mening qo'limga shu vaqtda 6 turlik tushgan biz balki yozilgan ekan, ya'ni original qismi. Men o'zim yozganim emas, uni shu qizlar taqatgandan birisi mening qo'limga tekkandi, yanch qilib sap qo'yib ekanman. Shu hukumat kirib, biz yig'in tugagan, namoyish tugagandan kechda hukumat bilan biz 5 kishilik suhbat qilib, shu vaqtda ben xalq butun o'quvchilar oldida hukumat rahbari topshirgan 6 turlikdi. Shu 6 turlik bo'yicha men shuni yozmandim dedim. 6 ta. O yig'in chaqgan 6si keyingi chaqirgan 12larni o'z ichiga olib ketdi tarmoqda. O'sha bir yig'iz gapni qilaydi. Men o'qigan materiallarni hamda shu 6 turlik talab deb Mr. Bakende abetni alternatifni dedimiz hamda ba'zilar 15 yil qisqartib 6 yil yig'in chaqlabdiki. Yani aş mezgilde tünce qatim Xitoy hukumatiniki Uyg'urlarga planliq tug'ut yurgizgan nimalarni shu kuch qo'llab ekan shu mezgillarda. Ben altına yad deprelayman. Birincisi mana o'z vaqtida deymizda, chunki yozma bo'yicha Xinjiangda demokratiyani yo'l qo'yish bu birinchisi. Ikkinchisi Xinjiangda atom bomba sinaq qilish to'xtatish. Uchinchisi milliy ma'rifni yuksaltirish. To'rtinchisi Xitoy ko'chmanlarini to'xtatish. Beshinchisi planliq tug'utni to'xtatish. Oltinchisi Xinjiangning ekologik muhitini qo'g'dash. Ya'ni shu vaqtda Xitoy bizning vatanni setib etgan Xenan Xubi va Tog'daryolarni setib etib, kon qo'llaydiganlar neft, oltin, ko'mir kongu buz qo'yib bizning qozoqlarni isyon qilgan Charol rayonimizni o'tib. Bu yig'ib buni hammasini biz ekologik muhitda bo'lmiz. Uningda Charollarni qo'g'dash kerak, buni naslni qo'g'dash kerak deb bolalar ko'paytirgan gap. Xinjiangda Charol naslini qo'g'dash kerak, Xinjiangning muhitini qo'g'dash kerak.
salomatlikni xalqning salomatligini qo'g'dash kerak degandek masalan qo'shgan buning hammasi atom bombasining ichida bor. Atom bombasi to'xtasa shuning ichida shu vaqtida bizga vatandagi havo buzilishi to'xtaydi. Shularni hamma qilib bu 6 turlik to'xtagan. Buni 6da Çetellikning yozmasida Xitoylar debdi 1915 yilmi bunda o'tachili Xitoylar qilgan namoyishda 5-ayning 9 namoyishda ularmi shu vaqt hukumat 6 turlik talab qo'yibdi ekan. Bu Xitoylar o'ylab ketdi bu 6 turliklar 6 turlik chetliklar shu analiz qilibdi. Bu ajab o'xshab ketib qolgan 6da 35-yilda Xitoylar Yapon qarshi nimasida 5-may inqilob namoyish qilganda Beijing universitetida o'tirib 6 turlik talab qilibdi ekan. Bu Şinjan'daki Uyghur okuyucularımı namoyishgan 6 turk talab qildi, lekin talablari o'xshamasmi, lekin soni 6 o'xshaydi deb buni munozara qilyapti hozircha. Tadqiq o'tibdi. Endi bizning namoyishimiz kamchiligimiz bizning ya videomiz yo'q, ya rasmimiz bo'lmag'achqa, bizning Uyg'urlarga chang tashviq qilinmag'achqa Uyg'urlar e'tibor beradi. Lekin bu xuddi nima kitobda debdi ingliz 12 dekabr o'quvchilar harakati xuddi Xitoyning 9 may student namoyishi o'xshash bir tarixiy ahamiyatga tarixiy o'xshash bir namoyish debdi. Chunki bizning namoyishimiz Xitoyning qilgan namoyish o'xshash tarixda. Xitoylar tarix qilib har yil 5-9 bayram qilib tabriklaydi uni. Bizning Uyg'urlar bu kunda nima bo'lganligini bilmaydi. Lekin u bir namoyish bo'lgan bilan u namoyish intayin tariximiz shu nachar sharoitimiz qo'rqinchli bir davrda tunuganlikka go'din chiqqan xalq ota-onamiz bor, o'limdan qutulib endi uyda qo'rqib o'tirayotgan ota-onalarimiz bor, hammamizning uyda shundoq. Shunday bir davrda biz ko'chaga qo'rqmay chiqib hukumatga shu taklifni qo'ygan ekanmiz. Bu bir muhim tarix. Buni biz Uyg'urlar Uyg'ur ziyolilari bilan ichida Uyg'ur ziyolilari buni tadqiq qildi, buni munozara qildi, buni ahamiyatini, uning xarakterini, uning tadqiq qildi. Ammo chet elliklar tadqiq qilib, men nurg'unga o'qib beray desam, ingliz pastga tadqiq qilib Xitoylar, Ruslar, inglizlar nurg'un maqolani yozgan ekan o'shada. Uyg'ur bilsin yo'q. Uyg'urlar bilmaydi 12-ayning 85 nima bo'lgan ekan dedi. Bu yerda cho'ng bir voqea bo'lgan. Uyg'ur tarixidagi eng cho'ng voqea bo'lgan, ham Uyg'ur tarixining bugungi inqilobning, bugungi chet ellik da'volarning, vatanda bo'lgan undan keyingi Uyg'urlarning eng boshlang'ich manbasi uyg'otgich kuchi shu bo'lgan. Chunki 12 ming o'quvchi, ya'ni Uyg'urlarning eng oliy ma'lumotli o'g'lonlari 12 ming. Çünkü ziyolilarning 12 ming ziyolining yig'ini o'ngmaymiz. Bizning vaqtida xalqimiz savodsiz dehqon desak, shuni eng 12 ming degan yomon ziyoli bo'ldi shu vaqtida. Shularning yig'ilib qilgan isyonlarda bu. Hozir chet elda 500-600 ming namoyish qo'ysak ketimiz, chunki chet elda kamchilik qo'saqda optizlar bor, hech kim tutmaydi. Vaqtda namoyish chiqsak, tutadigan, so'raydigan, atadigan bir davrlar. Lekin Xitoy shu vaqtda bizni atmadi, tutmadi, so'limadi. Ammo shunday bir davrda qo'rqmay o'tirib chiqish bu 12 ming o'quvchini shu vaqtning vaziyatini o'ylaganda, shu vaqtda yashagan xalqlarga nisbatan olganda bu intayin muhim. Ya'ni sotsializm lageridagi birinchi cho'ng demokratik inqilob. Bu aşağıda baho beribdi. Bizning bu namoyishimiz Berlin temining o'rilishi, Sovet ittifoqida bo'lgan namoyish, Qozog'istonda bo'lgan namoyish, Polshada bo'lgan namoyishlardan burun bo'lgan namoyishlar. Ya'ni kommunizm lageri qarshi ko'tarilgan birinchi isyon. Endi bizniki o'quvchilar harakati desak ko'pinchimiz o'sha xalqning qallasida 1988-yil 6-oydagi 15 ma bo'lgan bir namoyish bor. Shu namoyish jiqadan qallasi shu keladi, lekin mana 85-yildagi yani 3 yil burun bo'lgan namoyishnikini jiqadan buni bilmaydi. Shuning uchun bu naq mush kunning o'ziga to'g'rilab bu suhbat o'tkazdik. Anikani mishada chiqqan yana bir savol so'rasam, o'sha vaqtida hamda butun oliy maktabning o'quvchilari, olti universitetning o'quvchilari atalmış optimal xalq hukumatining oldiga maydonga kelib o'sha yig'ilganda buni hamda o'sha yerda qanday qilib o'sha namoyishni qanday maydon qanday kontrol qildinglar, undan keyin o'sha yerda bo'layotgan ahvollar, buni hukumatdagilar kimlar chiqdi, mushaq bir to'xtaldi hamda. Men de biladi. Maydonga yig'ildik. Men esimda bor, uni to'liq yezib hozir esimga olib ketdim. Maydonga yig'ildik degan 9largacha yig'ilib bo'ldik. Oxirgi Yeziglik institutining bolalari keldi. Shuna yig'ilgandan keyin biz bugungi Abdumrayliq parlament binosi oldiga yig'ildik. Igiz Rendaniki. Yig'ilgandan keyin birlari dedi bu Tömür Davat bu hukumat emas ekan, hukumat oyoqda ekan dedi. Shu vaqtda biz hukumatning nerligini, parlamentning qayerligini bilmaymiz, chunki bormagan ekan. Keyin hukumat oyoqda ekan deb, endiki ko'chada hukumatning binosi 3 qavat. Bu bir ko'cha uyga yig'ildik.
uyaga yig'ilgandan keyin chiqmadi, hech kim chiqmadi. Biz ishiklarni to'mirlarni ishtirib boqdik. To'mir eshakkaga chiqib oldik. Mana shu chiqib qolgan to'mir eshakning ustiga chiqib qolgan biz ishkim deb chiqib minib qolgan. Oxir birdamdan keyin Hamdin Niyaz bir ikki Xitoylan chiqdi. Hamdin Niyaz shu vaqtga xalq qurultayining boshlig'i. Chiqib bizga vakil kirgizinglar. Eng avval bo'lganda bizning birəmin o'quvchi patqida cho'ng yig'in zalimiz bor. Ichida shu birəmin o'quvchilar qag'in talatib turinglar. Biz sizlarga o'tirib so'zlashaylik dedi. Degandan keyin bolalar halqi vakil bo'lib o'tirib chiqishdan qo'rqdi. Hammamiz qo'rqamiz. Chunki vakil chiqqan kili Xitoy bizni va ota-onamiz o'rtaqalmiz solaydi, atadi-shu, jazolaydi. Shu hech kim biz vakil emas, vakil yo'q, biz ikkinchi temir qalbi bo'lmaymiz, ikkinchi Xo'janiyaz bo'lmaymiz deb ochiq oshkor ajdat deb mana talbimiz deb ularimiz qo'lda olgan qog'oz chiqardi. Mo'shinaga javob bersang bo'ldi deganki, Xitoy gaping bo'lsa kirib kelsa, bu ko'chada vaqirabsan qilolmaysa, ishini qilsa deb shitaqab kirib ketdi. Endi Xitoyda Hamdiniyaz kirib ketgandan keyin kim bolalar namoyish qilaylik degan bir o'y keldikda. Kelgandan nima namoyish oqibatcha shu orliqda Yezlik institutidan bir o'quvchi g'uzliq bo'lgan jelizlik qip-qizil yotqan teshivaki, yo'qda yotqanlarimiz bistal bo'luvchi vaqtcha yotqanlarimiz. Vatanning yotqanlarini hammamiz uyda yotqanligimizda vaqtida Urumchida unda yotqan botqanlar yo'q. Vaqt turmush sharoitimiz ara yotqinni söküytib, mazni qo'qib, teshi qizil at nimiga o'zi qog'ozda yezib bir lozing tayyorlabdi. Qip-qizil yotqan teshi. Yo'qki u aşı hükümetin karşısında bir işbücek bir Xitay dükkanı vardı ki, şunu örgüsü çıkıp ki valla. Bu lozunu açtı verdi. Açkan ki onu körep lan, hemiz canlı gitti. Onu aç lozunu götürüp kılımız ödük. Ankaşlar. Ha o da koca... Ne verdi ki lozunkaga? İsimde çıkıp gitti bu. Bizden altı bir tarafının işkisi var aşıda. Kaç işkisi bağlığını okumayayım ya? İşkisi var aşağıda. Milli Marif, Atom sınıfı bu aşağıda bir işkisi var. Aşağı altılık tarafımızdaki işkisi var. Şu yotqan patqını şu hemde. Yoga yazgan diye. Dazı bu boğan diye. Onu o balalar düştü. Anneki şu yaş bir köçet varken derekten işkini şak başındadık. Onu iki koluna bağlaplar. Onu iyi loza götürüp namayiş kılmaz deb mangdık. Namayiş kılmaz deb minip xalq qurultayının meydanga yana qaytib keldi. Kelip oldi tursak, yerda o'quvchilar ichida namayish qilmaymiz degan chiqdi, qilamiz degan chiqdi. Oxir sapning oldida men botdim, hozir kanaldagi Tursun botdi. Yana bir to'naydigan nima bor? Kanaldagi Nijot bor. Ben şu vaqtda oldiga boradigan bolalar biroz jonliq, yuksak mijoz bolalar bor. Ma'noda-chu, o'qimaydiganlar. Sal ehtiyot qiladigan, ota-onasidan sal gapini bek yaxshi anglaydigan bolalar sapni oxirroq turdi degan ular. Ehtiyotda chiqmaydi istegi, chiqaydi. Shu oldida mushtaq sho'x bolalar bordi. Borganka yana g'uljilik Saldar Ma'sum degan og'imiz bordi. Ashlar 6-7 bordi, talash tortish qilib, qanqa Tursun namoyish qiladigan tarafdor ekan. Yana birsi qilmaymiz atdi. Oxiri Tursunni men bilan Saldar ikimiz ko'tardik buni. Bu Tursunni to'lmaymiz bu ochiqda ko'tarib sen vaqiramiziga dedik. Sen oldigan to'ymaydi de. Bu egiz o'ynimiz hozir o dedi, uni minka ham bo'lar, Uyg'urcha chalibdi o'sha vaqtida. Namoyish qilamiz, namoyish qilsak bu hukumat gapimizni anglamaydi ekan, shu ko'chayinlab bu hissimizni butun Urumchi xalqiga va hukumat uqtirmiz, shu namoyish qilamiz dedi. Shular kendikilar vuradi vaqirdi. Bu vaqirgan ichida buni qiziqishlar vaqirgan bor, rost tushunib vaqirgan bor, o'yin tomosha vaqirgan bor. Chunki o'quvchilar ichida her türlü seviyede, her türlü idealge bolalar bor endi. Shundan namoyishda mangdiq, 8'in tizildik, buyruq qildik. 8'in tizilib mangdiq oldidan. Keyindikilar shu 8 ga bo'ysunib, dönkörik taraf qarab mangdiqda. Manganda bolalar aktiv bilan har bir 10 metrga birdan bolalar oldi ekan minib 8dan bolani tizib, ko'chaning jamiyatning bolalarini qo'shqizmay, sap o'quvchi sifatida ilib mangdiq. Ilib dönkörik kelganki u yerda bizga jiq bolalar qo'shilmoqchi bo'ldi, ya'ni bir tijoratchi Uyg'urlar markazi, buloq beshida o'tdik. U yerda shuna qazqarsa ki ananiki 16-yo'ldan poyezd stansiyadan aylanib, bugun Gizxonning oldiga kelib, u yerdan aylanib, Nurliq yo'l deymiz, u yerdan janub va shimoliy darvoza orqali soat 4:25 qaytib keldik. Ya'ni biz shu kuni qanday tarif solgan deganda tartib o'quvchilar aktivlik bilan har bir maktabning ilg'or aktiv bolalari, xizmat Umidning maktabi, Umiddak bolalar, bizning maktabdagi bolalar, mesela u bolalar aktivliklar o'zining o'quvchilari, o'zining saboqdoshlari, o'zining sinfning bolalarini endi turib 8dan turish, boshqa bolalarni qo'shqizmaslik, shu yerda to'xtamay to'lash, mesela shu yerda oldi to'lgan keyin anglamaydi emasmi? O'tirdan to'laydi, oyoqqa bordi, ayda shu yer keldi, keyin uzilmaydi. Bu quyruğimiz uzun. Biz dönkörik bo'lsa, quyruğimiz janub darvozada shunday uzun mangdiq. Lozunki yo'q vaqtida, qayiq o'tdi, qarliq keyin. Shuna aylanib 4:20
5 olay degan vaqtida nima qaytib keldik maydonga yana. Qaytib kelgandan keyin maydonning mana janub tarafidan kirdik. Kirsak u maydonning o'ttiridan Xitoy qurolli qismlar unda liniya qilib askar to'sib olibdi. Bular achchiqlab namoyish qilib keldi, bizni biz kirmisin deganda qildimi qanday qilibdi maydonning yerimi kirdik, patmaganki biz qistab oldik, mingeverdik, u Xitoylarni keyingi bir qadamdan chekindi. Biz oldigilar, keyingilar ishtirdi, oldigilar ularni ishtirimiz. Anda bu Xitoyda oxir shu xalq maydonining eng chetiga o'tirib yo'li var, parlament binosi bilan ikkisini orada. Yo'lning girib kelgandan keyin bular bu yoqqa keldi o'g'ay, hammamiz qaytib binoning ichiga kirib ketdi. Biz shu yana ishlagan bo'yicha ishtirib binoning ichiga darvozasining oldiga kirib, hattolik balkonning ostiga kirib, qisqistonda eshikdan birinchi chiqarib aynak ishga. Chunki keyingilar ishtirdi, oldigilar o'zimizni kontrol qila olmaymiz, bir chiqib. Shu basnada Türkçe balkonga harcılar Abdul Ray'ın toyu olsa çıkıp hükümet başlıkları oturduğu sahneye Hamdun Niyaz, Sun Khalyan, İminu Pamut, Canabel, Necmiddin yani 4-5 Xitoy vaqtlarını sıfırmışlar yığılgan bir rehberler balkona çıkıp bizge söz qilmoqchi bo'ldi. Shundan biz hammamiz chekindik, qaytib maydonning o'tiriga keldik. Kelib gapni oldik. Ansak ular gapini shu bir muncha bizga Xitoy hukumatining Uyg'urlar qilgan parlaq siyosatini so'zlab Uyg'urlar yaxshi bequvvatimiz undaq qilib deb vakil kirgizinglar, bo'lmasa bunda ko'cha namoyishlar ishni hal qilolmaysizlar. Bu o'zinglar bilan qolgan. Agar biror qalam qacha chiqib qolsa, buni sizlar javobgarlik qilsizlar deb qo'yib kirib kirgangan biz hech nima qilolmaymiz, urib chaqila olmaydi. Qaytib ketaylik, qanday deymiz, qaytamaymiz. Ishni yomon tartib boshlagan oxirida rətlik tushirish maqsadida Xitoyning qarshi tali bo'yicha kirish qaroriga keldik. Kirib men Mehmet qardi, Mehmet çünkü Mehmetni yaxshi tanıyman. Çünkü Mehmet bilan biz bir maktabda o'qigan, shuning 5dan boshini ishlatib bor. Asha 2 qadamlar yig'inlar bilib bor. Mehmet bilan birga yotoqda kelganda da 3-ni bir maktabda o'qiganki, ularga tushunishimiz, fikrimiz o'xshash, idirimiz o'xshash. Shu Mehmet bunda qarasa, umuman qarab ekan, bir qard bo'lgan döngni ustida qard to'pishniki. Shu Mehmet ko'rdim, bunda qarsam da ko'zimda sharq qilib, sharq qildi 2 ko'z mangdiq. Mangsak aqımızga 3 bal ergeçti. Ularning birisi Yüzüklik İnstitutu'dan, ikisi Sanat İnstitutu'dan ki ulan tanıştı. 5'imiz kirdik. Kirgenken binanın içi degan liq askar. Ular kirishimiz bilan bizni qo'rshib oldi. Oxirida biz vakil ko'rishimiz boshliqlar desak, ular bizni askarlar yerimizni yalab, to'pisiga ikkinchi qavatga chiqdi. Chiqqanda o'zi Sun Khalyan, Abay degan ism atagan rahbarlar hammamiz bir o'tiribdik. O'taganda ular bizni kirganini ko'rib qo'shib ketib, har birimiz birdan quchoqlab, qo'l qisib o'tdi. Sun Khalyan Neçen kırın şu vaqtida? 5 biz. Biz 5 birden adam mı ya mesela şu bu vaqtda aktivliklar, pedagoglik qildik, maktab degan gap yo'q. Ko'chib chiqqanlar ichidan shu kunki namoyishning vaziyatini o'ngshash, oxirini chiroyli tushirish maqsadida bir tavakkul qildik, xatarga o'zimizni oldik. Chunki boshida biz bor hamda Mehmet bor, men bor, 3 yilninki qanchaga borligini bilmaymiz hamda ular hamda keyingi maktabda qo'zg'ab chiqishdi bolalarni. Lekin bu namoyishning 5dan qo'zg'alishi, yig'in ichishi, aloqa qilish, lozung kezish, tashviq qilishlarda biz bor emaskin. Bo'lgandan buni pullarni biz degan oxirida tushiraylik bunga ya tayg'ina yeymiz, ya bo'lmasa buni mukofotini olamiz. Jura kirsak kirdik deb Mehmet ikkimiz mangdiq. Bu hukumatga gapimiz demasak anglamadi, u yerda bir qaramlik qilaylik deb Mehmet ikkimiz mangdiq. Mangandan keyin Mehmet ikkimiz anglashdik bu yerda. 3chi ularni qo'sqida kirish bor, ehtimol bor, jangvar bolalar. Bo'lganki kirdik deb ularni ergashdi. Tonimaymiz ammo kirib 5'imiz bekirdik. Ve Mehmet ikkimiz tonaymiz, qolgan ikkisi tonaydi. Sanat institutining oldi ular tonishdi. 3-chi bolni men u kun tonimaydim, lekin u o'g'iljiq bol ekan tonishdik ekan. 5'imiz kirib so'hbatlashgandan keyin oxir o Sun Khalyan u bu deb yerda suhbatimizda mana oldi. Bo'ldi fikrini angladik, kiribsizlar. Biz sizlarning 6lik savollarni oldik, javobingni. Biz bunga chiroyli javob beramiz. Sizlarning talabi bo'yicha javob beramiz. Har bir maktabdan 5 ta o'quvchida shu biz mana bu 5 ta o'quvchi shu kirib bo'lib bizga ular bir azoq tarbiya bera qo'ydi. Men birisining shu vaqt meni Sun Khalyanni Hamdinga biz tutib olganman. Shuni qo'ltiqidan shappa chiqib ketiblar. Men sakinaga jo'rab chiqib, mikrofonni ilib, bitta o'quvchilarga xitob qildim. Chunki bizning kirganimiz ular xumaydi o'quvchilar. Xumaydi, nimboqni xumaydi-da, endi u bolalarni ya urush chiqib qo'yg'ini, ya ichi nimboqni xumasin deb men ichidagi ishlarni teshig'i ma'lumot qilish uchun jo'rab sakinaga o'zim chiqdim. Alani tasdiqsiz buyruqsiz chiqdim. Chiqib ishkini to'sib olgan soqchi bor, soqchini ishtirib balkonga chiqib,
mikrofon ham jig'itayli deb turgan vaqtida shu vaqtda Abdumrayonning sekretari bosh katibi Najmiddin kam shu yerda bor ekan. Ko'rib mikrofon men bering sen berdi. Berib balaga biz mushlar kirdik, suhbatlashyapmiz. Endi sizlar bakalana desa o tuvandigilar meni tilab ketdi-da. Ağzı bozuk, o çiyak go sizinki bir çıkardı, andıga mandıga denken men yaş hayacan to'ysiz chiqib qolgan ekan men o'zim tutaman men tildi bularni. Men yuqori saydirib ular tilatma tuvandigilar meni tiladi. Najmiddin kam kelib asta kirib bu tillig'im bilan qarinoz olmasin. Sakni chiqqan ekansan, gaping chiroyli deb tushib karom soladi dedi. Deganki azroq o'zimni to'xtatib oldimda, mikrofonni ilib, ular dedim, qiziq gapim bor, o'zim hozir esim bor, vallahi hozir esim saqlab qo'ydim do'stlarim. Bu to'g'ri bozor emas deb boshladim. Belki Ümit'in ismi keldi çünkü bu to'g'ri bozor emas, bir kunlar olib ketadigan biz 6 turlik muhim talabni 6 turlik biz nurg'ulg'an muhim talablarni hukumat qo'ydik. Buni bular deb bunda qo'lim bunda ko'rsatib qo'ydim, men ismagandek. Bular deb endi birmuncha hukumatning mas'ullari va Xitoy Uyg'ur bunga javob berolmaydi. Bular Beijing bilan boshliqlar bilan aloqa qilishib, buningga bizga qanoatlanlik javob berdi. Bir hafta muhlat beramiz dedim men. Bir hafta ichida bizga qanoatlanlik javob bermasa, har qitimliq payshanba 19 dekabr yan namoyish qilamiz. Hozir biz bularning mushun suhbatda kelishyapmiz. Hargiz jidal majara qilmayib turinglar deb tushib ketdim. Men u gap degandiga o'quvchilarning qulog'im xo'sh yoqdi, javobni ular chaldi, men ruhlandim. Yeniniga Najmiddin xo'shib ketdi, kuldi odam. Kulib yaxshi gap qildim, kirkitdi dedi. Kirkitib, anki tuvan kirgandiga ular bilan anki suhbatimizni davomlashtirib, har bir maktabdan 5 ta o'quvchi, taklif 7 oliy maktabdan 35 o'quvchining qatnashishi bilan biz topshirgan talab. Shu mikrofon so'zlarni qo'limdagi varaqni chiqarib, mana hammaning oldida talabimizni hukumat rahbari beraman deb, yenim turgan hukumatning bosh katibi Najmiddinga topshirdim. Men o'z ko'zinglarni ko'rdinglar, ya'ni bizga hukumat biz anglamadik, uqumdik deyapmiz, mana talabimizni topshirdik deb haqni oldi, jamoatni oldi berdim. Deb kirketgandan keyin kirganda ular bilan so'zlashib so'ng qilgan gapni asosan qilgan so'ng qilgan Xitoy bo'lgandan keyin u so'zlaydi. Ashning boshsin demisi. O dedi ashta unda bunda talashdik, bizga bir mo'ji gap dedi, biz uning qarshi gap qildik. Bizga bir quloq xushaqidek bergan 6 turlik javob savolimizga quloq xushaqidek javob beringlar. Siz hammasi ilmlik bolalar. Ular qanoatlanlik javob bermasanglar, ular qabul qilmaydi. Ular nimaning to'g'ri, nimaning xatoligini tushundi. Shuni sizlar tushundiringlar degandiga ular bo'ldi. Biz 5 ta o'quvchini har bir maktabda vakil qilib avatinglar. 35 o'quvchilar mish oldimiz gaptishida sizlardan so'zlashimiz, vaqtni biz uqtirib dedi. Bo'pti deb kelishdik. Shundan biz o kunlik namoyishni shu kungi vaziyatning ehtiyojlarini chiroyli oxirlashtirib qaytdik. Shu vaqtda maydonga har bir maktabning muallimlari, maktabning o'qituvchilari kelib, tomoqlarni akilib, chunki biz 12 soat ya suv ichmadik, ya tomoq yemadik. Ko'cha chiqyapmiz-da, vaqtida sular yo'q, şey desak, vaqtida qarni yegan yerimiz bor. Ağzını kırıp gitip namoyish to'lab shu yerga yari qo'yotgan qarni ilib aslida yapmanga vaqtlarimiz bor ki arliqda bu savdogarlar birdan nashput, olma, samsa, kavoblarni, nonlarni yo'llabdi, bolalar bir-birini taqib yeydi. Ashnaqa endi qo'saqtirib ochdi. Oliy maktabning boshqa maktabning masalan Yezik instituti, Span, pedagogik instituti, Yishuanning muallimlari maktablarni optuzlarni akilib, o'quvchilarni akitishga tomoq, issiq tomoqni akitdi. Chunki bolalar olib ketdi-da 12 soat so'roq turgan ekan. Ayda tayyorgarlik biz namoyish tugatib chiqqandan keyin biz asta-asta taqab ketdik. Biz maktabga bordik. Demisam hamma maktabda nurg'un bolalar ketdi. Bizning maktabda nurg'un og'rib ketdi. Men og'rib ketdim. Men og'rib ketib ishga keldim. Yetma maktabga yotmaydi vaqtida. Shu og'riq qilib akamni uyda yetib qolgandim. Urumchil akam bor. Shu yerga 13-chisla kechda Hakim Japar meni izlab ketdi-da. Shu kuni bular hukumat 13-chisla yig'in eshitdi. Hakim Japar degan kim o? Hakim Japar atalmış Şinjan Üniversitesi'nin müdürü. 13-chisla hukumat yig'in eshitdi, butun oliy maktabning mudirlari o'zini yig'ib, bu o'quvchilarning bu talabiga qanday javob beramiz degan to'g'ri. Shuninglar ular oxir hukumatdan kelishib 5 ta o'quvchini maktab yo'llab berish, shu bo'yicha 5 ta o'quvchilar 12-oyning 14-kuni hukumatlar suhbatga kelibdi. Uni men o'qituvchim Hakim Japar 13-chisla chaqirdi, ishxonasiga borsam, hamda Hakim Japar degan azroq xafa, uni hukumat tanqidlaganmi? Abdumrayondan tanqidlaganmi? O uchini bizdan oldi, shaxsan men oldim. Qablab ketdi. Sizlar o'zinglar qilgan, o'zing 5ni top, o'zing topgan bola o'zing davoni top deganda gapni qilib, do'q qildi. Shu chiqib bu Mehmet bor vaqtida
men bildiğim şu memleketimizde bu 5 taplarda 5 tapımız deb o'zimiz bilgancha 5 Burası Mehmet. Mehmet To'xta. Mehmet Mehmet To'xta To'xta. 5 tapımız var bu yerda. Şu emniyeti var. Kanat Mehmet To'xtu mu? He. He, Şu mezgillik o'quvchilar hareketi bor adamı. Baba baş gün başlar kirgan 2 gün birisi bir. Mehmet To'xtimiz var. Şunlar bu 5lik o'quvchi kirdigan ishni tegilab qo'ydi. 5 deb borgan biz 5 o'quvchini topaman deb 5imga yetib o'zimning saboqdoshda yaqin bola Varis o'lib ketdi. Varis Abubakri, Mehmet, yani sibinni 5 bola deb 5 deb o'zim saylab qo'ygandim. Ertasi degan 10ga o Abduzkalım biz apırdıgan Abduzbayga borsak o 20 bola yig'ilib qolibdi biznikidan. Bu 5 emas. O 5'imizni bayram qilib chiqarsak uning uchun maktab o'zi yo'llagan 5 o'quvchi bor ekan. Şösünxuyning raislari, u bo'la aktiv partiya a'zolari bor. O'zi aktiv nima borman deb volonter bo'lib qolgan bolalar bor. Shunday qilib bizning maktabdan 20 bola bordik. Qolgan maktabdan 5 dan bo'lib kelibdi. Bizning shopir dotkoyliqi yig'in hukumat zalida bo'ldisa, bizni ular partikom binosiga kiribdi. Biz partikom binosiga kirsak va topolmay, ular bizga hukumat binosi deganiga biz mashina aynab chiqcha bu ya qaga 6 sitman baldır ümitler kirib yig'inning ichida saqlab turibdi bizga kirmoqcha. Biz 20 bal bo'lganki ishda bizni kirgizmadi. Bizga hukumatning buyrug'icha 5 o'quvchi kirdi dedi, 5 kirsa deb. Biz 20 dedik, u 20 kirsak bu yig'in qatnashmaymiz deb hammamiz qo'ltiqimiz patrashkalab bunda turib ve 20 chiqib chiqib nəhayət ön bo'lib. Kirmaymiz deb keyimiz qarab manganda to'xsiz iminib olmadi shu vaqtda Abdum rayonining muavvis. O chiqdi. Lekin bizning darvozada Xitoy saqchilar bilan munoza bo'lishini anglaganmi, chiqib ne bo'ldi degan bizning maktab cho'ng maktab, boshqa maktablar soni yo'q. Bizdan 20 o'quvchi keldi. Shu 20 to'liq kirsa kirmaymiz. Sizlar 5 kelgan deganda 5 deb kelishgan, lekin maktabning o'quvchilarining talabi bo'yicha biz 20 o'tib keldik deb aytadi gapni yasadik ham bu yerda. Deganga olib kelib qo'lim tutib, "Bo'ldi, hammani kiringlar" deb meni beligim tutib, "Asa qilib sen kimning bolasi u?" deb meni so'rdi. Ishga kirgach, "Mongda nima palanchi bo'lsam, asta bilim kimdi qo'yib jura" deb nəhayət yaqinlik o milliy kadrlarga, şu vaqt milliy kadrga hurmatim shunday ekan o'ziga. Lekin ular biz Xitoyning suyanishga Xitoyning nima qilgan kadrlari bor, lekin buning bizning milliy Sharq Turkiston Cumhuriyatining qolib qolgan kadrlarimiz, ya'ni milliy ruh var. Ya'ni Uyg'ur taraf. Ular garchi Abdumray rais bo'lgan bilan ishchidan xushal. Ishchidan kirgicha 3-qavatga vaqt o yig'in 3-qavat chiqib palanib qolish mening belimni qo'yibdi-da, belikimni. Söylab bilimimda manda urib chimdab qo'ydi, maqtagandek qilib kirdik. Andikan biz kirsak bular o'tirib qolibdi ekanki, biz ikki saraga o'tirdik. Suhbat shu vaqtda boshlandi. Unda esa birinchi qatim, ikkinchi qatimliq suhbatda yana bir haftadan keyin 12-si birinchi qatimliq suhbat bo'ldi, 19-suhbatda bu suhbatda Umidkor siz bor degan gap chiqdi. Ya bunda xatolashib qo'ydim. 12 ayning 12 kuni namoyish bo'ldi. 12 ayning 14 kuni birinchi suhbat bo'ldi. Birinchi suhbatda biz nurg'un talash tarqib 11 soat talashdik. Ara 3 masala. Demokratiyani ilgari surish, milliy ma'rif, atom bombasi. Bu yerda nurg'un talashdi, o'yin jarayonlari jiq agar hadisini deb bermaydi. Yomon bir hamda Uyg'urlar deylik, ya'ni chunki bu tunji qatim bir o'tirib suhbat bo'ladigan suhbatda ya'ni endi kirsak deb yig'in maydon kirsak, yig'in maydon cho'ng hukumatning kadrlari, ministrlar ochadigan bir yig'in zali ekan. Cho'ng yig'in zalining sol taraf sahnada olti Xitoy boshliq o'tirdi. Uningga qarshi bir da u shakllik qurgan ekan. U shaklning bir tarafida yana hukumatning raislari bor. Uningda shu Eminov Ahmad bu Xitoy bor. Bu sahnada Sun Xalyang, Janobul Hamdun Niyaz, andikan yana bir katib, yana bir Xitoy bor, oltisi bor. Andikan u shakllikning birinchi retida biz 50 tek o'quvchi shu kuni 50 tek o'quvchining keynida yana 20-30 Xitoylar bor. Bu Xitoylar Uyg'urcha biladigan mutaxassislarga shu vaqtda hukumatning siyosiy keyindagi tiraklar ekanda, har soatki kasbaklar ekan. Shular biz yig'inga kirdik. Kirganlar o biz kirgandan keyin to'liqlandi, yig'in boshlandi. So'ng Xalyang birinchi so'zini boshlab o burmuncha o'zining Xitoy kompartiyasining qizil pochaq gaplarini qilib dedi. Oxirida bizning talab bo'yicha mangayli birinchi sizlar yo'llagan talab bo'yicha mangayda birinchi temamiz bo'yicha mangdi. Shinjongda demokratiyani asliga keltirayli, demokratiya bo'lsin deganga bo'shilib, o Xitoydagi hamma ishlar demokratik usulda bo'ladi. Mandaga deb asosli temir davomatning chiqishi, samoy alamatning tushib ketishi to'g'riliq so'zlar o'tadi-da.
so'zlayotgan ekan bu da to'g'ri bo'ldi deydi Tursun Nurdin shu vaqtidan birinchi savolni so'ragan shu Tursun Nurdin u xitoycha o'qig'achqa xitoycha ilgirki yaxshi buni bu ko'plab xafaboysizlar do'stlar deb yerim uyg'urcha edi men hanso'z gap qilmayman men o'qigan degan bo'pti dedik biz u vaqt hammamiz xitoycha bilgan ekan deb u so'ngxaylangdan so'radi sen so'ngshuji so'ng bu ishga tunishdi ekan chunki so'ngxaylang nepitdan kelgachga Tursun Nurdin nepitda uning patenti bo'lgan bir injener ekan o'z vaqtida dangliq tunishdigan bular bu o'zi tunishgan so'ngxaylang buni olay deb ketdi va sammitdan injener deb ketdi shunda ikkisi bir qo'yib salom so'kkanga so'ngxaylangdan bu so'radi sen mushtat deding nomzodni kim belgilaydi kim saylaydi ya'ni shanzo degan shu xitoychada sen hozir temir davobini sen nomzod ko'rsatsa u nomzodni Şinjan'daki xalq ko'rsatdimi yoki hukumat ko'rsatdimi yoki Beijing ko'rsatdimi deb mundaq bir savollarni so'rdi so'ragandan keyin bu so'ngxaylang qonunliq siyosiy savol bo'lganda dedi savol u odam yaxshi javob berdi shu vaqtda qaydi nomzodni markaziy hukumat bildirdi dedi tanlaydi ya'ni Beijing tanladi dedi andan keyin uni ovoz qo'yganda Şinjan parlament xalq qurultayida sayildi xalq qurultayida o'tdi dedi deganki uning qarshi nomzod yo'qmi dedi degan yo'q dedi bir nomzod bo'lmagan qanday demokratik bo'ldi degandagi u turkiyada jungoning demokratiyasi mushunchalik deganda gapni qildida deganki bu nimda o'tib keladi deb tursin andagi yana bir qonun ahmad degan bir bola uni qo'yib uning ancha bir gap qo'shqandi oxiri bu munozirani bo'lmashan to'xtayli deb o'tib ketib ikkinchisi milliy ma'rif o'tdi milliy ma'rif to'g'riliq o abnumraylik ma'rif nazoratining noziri Nurtiyev shu vaqtda aytibdiki uni u saklik chiqirdi u chiqib 1940 yil 30 yillik Şinjan ma'rifi andan keyin Xitoy bizni ozod qilgandan keyin ma'riflarni selishtirib bizning maktabimiz mandaq deb tag'in so'zlagandan keyin biz dedik bizga u burunqilar bugungi selishtirib emas bugungi Xitoy bilan bugungi Uyg'urni selishtirib ber nada biz qayerda Xitoy ma'rifi tarafına ketib bordi biz Şinjandagi Uyg'urlar herkes Xitoyda bak radikal diyememiz bu. Şinjan'daki Hanzu ma'rif bilan Şinjan'daki Uyg'ur ma'rifini selishtirib shu vaqt farqi bo'yicha qarada biz chekayda qoldik. Shunga bizga ma'rif taraqqiyga bizning chet elga chiqishga ruxsat qilishlari kerak. Bizning maktabning oliy maktab nimasini 4 yil tushirishi kerak. Xitoy tilini bizga chet elda majburiy o'tmasligi kerak. Uni boshlang'ich o'tirda o'tinglar, ammo bizga chet eldan so'qim o'tinglar. Bizning aspirantlik, doktorlik qabul qilinglar. Bizni yuqori seviye, yuqori texnikli o'rinda o'qiymiz, chet elga o'qish chiqamiz. Buning biz yo'l ichinglar degandek talablarni qo'ydikda. Qo'yganiga u yerdan u tashib uni jiq talashib o'tib ketdi. Uchinchisiga atom bombasi to'g'rilik qilib qoldi. Atom bombasi to'g'rilik qilib ular atom andaq oldi, mandaq oldi deganga biz orliqda bir Xitoy qo'pib orliqda ras siyosiylikqa Şinjan numerlik demokrat yo'l qo'yadi degan vaqtida birinchi savol so'ragan Mahirat Maynur 1981 tarix fakultetining o'quvchisi Qashqa ekanlikda osh qiz bor ekan o'shanda turib u orliqda so'zlar tutib so'ngxaylandagi janobi so'zlar o'zicha Şinjandagi demokratiyani so'zlayman deb opirib bu selishtirib İsmoil Ahmad bilan Saybin Azizning Beijing ko'tilib ketishini selishtirib o'zi so'zlab ketdi. Saybidin 1978 yili Turkiston guruhining bilan xatolashib, bu xatolashgan u markaziy hukumat yo'tib ketib uni Beijingga ketdi dedi. İsmoil Ahmad u o'zining 6 yillik xizmat universitetida natija ko'rsatgach uni vazifa o'sib Beijing ketdi degandan keyin Maylir shappa to'xtab qo'l ko'tarib "Jashuchi" dedi. U to'xtab qiziq gap qildi. Bu Saybidin jazolanib Beijing ketibdi. Bu İsmoil Ahmad mukofotni mansib berdi. Zaten Beijing qanday jinoyatni jazolaydigan turmi yoki yuqori oliy rahbarlar bordigan yuqori o'rinmi? Bu Beijing personal deganda janobi udiq beshini qozoqcha bu deb ishlab o'tirib qoldi. Biz o'quvchilar birinchi qizi chiqdi. Biz o'quvchilar huquq o'tag'anlar o'rnimizda o'qib qidirib etib qachaqdi. Vaqirab maydon beshig'imiz kiyib oldik. Kiyolganlar so'ng'algan qilib uni tanaffus deb chiqaryapti bizni. Taskaga degan futbolda to'xtolib bilan chiqardi ularni tanaffus qilib o'zlari mungdashmoqchi. Bizmi shu bana chiqib ketib, o'binlarga kirib, koridordirib, bolalar o'zlari kelishib, qo'rqmay jondan gap qilishayli, buni maynurdek bo'layli, bizmi nima qo'rqimiz bu? Bu kirgandan keyin
canlıq bo'layli dedik. Şöyle o birde kirdik. Biz o birde söylüşatqaqda her bir söylüşatqaqda bizden Xitoyga tomosha turdi da. Xitoylar Uyg'urchani bizni yaxshi biladi Xitoylar ekan. Yag'anda bizning gapimizni almoqchi bo'lsa, tomosha etgan bo'lib, bunda o yoqqa bizning gapimizni olib, biz sadda ballar o'g'ashqa kichik. O yenimizga hukumat kadrning bizning gapini anglatganligiga pisand qilmay, o'zimiz planlarni tuzib ketdik, anda qilaylik, manda qilaylik deb. Biz kirib o'sha planlarimizni ular bilib oldi endi. Qaytib kirdik. Kirgandan yani yig'in boshlab bayqadik. 2-3 o'tib atom kelgandan keyin atomda tutishdi qancha hal ig'ir. Ular dedi atom menda oldu, anda oldu. Axir xo'p biz atomni shimoldan g'arbdan sharq chiqqan atomimiz dedi. Ashuna tetqisiz gapni qildi. Qilgandan keyin ma'u Yishuanning Baynoshuanning o'quvchisi var ki Yezek institutining havorayda o'quvchisi birisi var ekan. Ular so'ng shuji Şinjanның hava klimatı şamal yönüşü şimaldan g'arbi janubga sizning atgan atomning bütün zahri udul Qashqa Xotanga bordi. O sharq kuliga bormaydi dedi. Degan o yerda o odam to'g'ri anqachi keyingi Xitoylar bizdan yizib eberdi. Hangi Yishuan bir qizi var ki o qo'pib sizlarning mush atomimizdan bizning janubda manda kasallar bo'ldi deb ballar kam tug'ilyotdi. Jigar kasali, yuqumli kasal, bolalarning kasalları har xil anormal kasallar bo'lyotdi deb vurmudi detal berdi. Agar uningga qarshi keyingi Xitoylar birni yezib o'tga ulartirib biz buni saqlab oldimiz uchun biz manda vaksinalarni uryapmiz, anda qilyapmiz deb hukumat bu ma'lumot berdi. Uning qarshi o'quvchilar yana birni dedi. Shu talash bo'lib oxirida biz uning surida bu suhbatga men qitildim. U qitildi. Uning radioaktiv ta'siri, uning ta'sirining hiçbir to'sanmaydiganligi fizikalik jihatdan, uning kimiyalik, uning zarur jihatdan, kimiyalik jihatdan, biologik jihatdan, biologiyada o'qiganlar hammamiz har sarimizda bu atomning ziyni ta'siri to'g'riliq bizning vatan kelayotgan, bizning millatni qo'ygan ziyni har tarafdan so'zlagandan keyin bular so'zda yengilib qoldi. Jim turib qolgandan keyin hech bir gap qilmay turganlar immunitamiz ichida xo'shal tamaki tas chekib o'tadi. Chekib o'tgan odam olti boshliq sahnaga turib qolgandan immunitet o'rtini chap o'tirib qanday qilding? Boshqa davlatlarning atom bombasi bo'lganki bizning bo'ludi sinaymiz atomimiz qanday qilsizlar dedi. Deganki ajdam gap bo'lamdi. Bu mutamlik bir hukumatning rahbari ayda javob beraman deb biz o'rnimizni qo'yib oldik. Qo'yib olsa oxir janobil suhbat tugidi. Qaytimiz. Qaytinglar deb o juvusni kelib mang'angan keyin uni bolalar oldin to'sib oldi. Buning javobini berishinglar kerak. Bu qanday degan gap? Atom Xitoy o'zidan kuchli davlat deydi. Atom sizmi o'zni qo'g'dayapmanda, andaga deb hali ig'ir gaplarni deydik u yerda deyilmaydigan o'zimizning qo'sqimizni portlab turgan gaplarimizni hamma davat qo'ydi. Devasak ular oxirida ishni to'sib olgaydi, biz chiqib ketdi, biz qoldik. Ammo tushligimizga tushligimizga order qilib bishtaldan nam bilan bir ziq kavobni kirib berdi hammamizga. Suv yo'qchi bu suv bermidi. U vaqt bularga suv borgan suv bermidi. Bir taldan nan bir ziq kavobda kirib hukumatning tushpayligida shunchalar turib o'quvchi bir ziq kavob bilan bir nan berdi-da bizga. Agarki bu o'qimsa qo'saqqa birdan bosh yevat qoni, yevat bizning yevatimizni ko'rib ay o'dimiz turgan immun pamit bilan Najmiddin ikkisi kavobni kirib bizga berdi. Mening qo'sqim to'xtab fikrlarim sizlarni yevatinglar deb berdi. Yet qo'saq emas, ular qo'saqqa bizga o'xshash. Bizning qo'saqning ochlig'ini, bizga bo'lgan ilhomini, rahmini ifodalab, ashki boshqa aytib berdi. Uni yevatdir. Ya'ni milliy kadrlarimizning ichida nochilar bor. Nachallar bor, shunday shikillar bor. Shunlar o yig'inni 11-oyning 14-gi kech soat 11da yig'inni tugatib, 11 soatda davomlashtirib, tugatib oxiri biz uyga qaytdik. Endi bu birinchi qatimliq yana nima shunaqa suhbat. Nuri chiqsin. Aqabimizda uyimda nevram kirib. Birinchi qatimliq suhbat 11 soat davomlashdi degan gap shunaqa. Asosan suhbat shu bir qatimliq, asosiy bir qatimliq rasmiy suhbat bo'ldi. 14-da 11 soat bo'ldi. Biz topshirgan 6-ninki 3 manzildan to'g'riliq 11 soat nazarlashdik. Bizni qayli qilmadi. Shu kunlik nimda suhbatda biz ustunlikda, biz har bir temada biz o'quvchilar qozondik. Chunki haqiqatda bizniki, bizning savolimiz haqli, javobimiz haqli. Ularning hammasi aldamchi o'qishga yengil berdi.
Ularning kesib ahli bo'lganligi Kespekli kaydi. demak Abdumir atam raislarning deymizda kasb ahli bo'lmagandan keyin ular qo'ygan savollarga xohlagan javob berib haqni kulkisi qilib qazonganlikka Beshida ular ashulaqa egizpas javob berib biroz mazax qildi bizni rahbarda. Ammo keyin ularga bu atomga kelganda o'sha kasal to'g'riliq uning ratot keyindagi mutaxassislar sonliq seprliq tekshirish material avatadi. Uning qarshi bizning o'quvchilarning o'zining uylangan nimalar borki, shunga bizning javob berdik. Bizning savolimiz haqli, to'g'ri savol bo'lg'achqa biz ya'ni ular bizni haqiqatni yo'shirman dedi, yo'shiranmadi. Ya'ni quyoshning etaklar to'siqli bo'lmas degandek ular to'siramdi, suhbat yengildi. Oxiri muddatdan burun hech qanday qo'y nad sat chiqib ketadi yig'in tugdi deb chapini yomonlab dumisiga otiblar paltolarni chiqib ketdi. Shunda bo'lsa, ikkinchisi yana bir savolimiz hamda shu birinchi qatimliq suhbat 11 soat davomlashib bo'lgandan keyin hamda men maktab qaytgandan keyin o'quvchi bolalarga bu suhbat nima bo'ldi, u deb navoid bilish qiziqdi-da. Mush vaqtdagi bir jarayonni azroq bir to'xtalsak mushunda. Senda bak, Sinan maktabini qanday bo'ldi o'qigaman. Aniki men deb beramiz maktabligini. Baştakindeki bir cümle söz koşup koyay, muş namayişinin karakteri, muş namayişinin tesiri degendi çok. Hakikaten Nur Mehmet'in dedi, ben şu an bir cümle koşup koymak için bu, yakın zaman Uygur tarihi da devir bölgüç bir namayış desek buludu. Çünkü Nur Mehmet degendek, Uygur ziyalilerinin en çok ziyali katlimi, kelgüsüge yüzlengen ziyali katlimi, birleşip Şarkı Türkistan'ın istikbali, özün istikbali şunun içinde, koçuğa çıkan, en kenkölemlik, en çoğun miktardaki Uygur, jukur bilim insanlarınınki, yani tiniş uslupta akıllık bilen hükümetke karşı özünün fikrini bildiriş arkalık, özününki tepkisini gösterken en çoğun devir bilgüç, namayış, muşun namayışka çıkan ve muşunun tesirden ta ki hazırgıca bugünkü çetellerdimi dava kıvatkan insanlar şu namayışının tesiri ve şunun da terbiyelengen ki şunun da tavlangan insanlar dep qarayım. Her Türkistan'da her bu sahalarda işlavatqanlar, Uygurluğunu saklap, Uygurlarını qollavatqanlar, Uygur'un tarihini, milli kimligini güçlendiriyotqanlarning hemmisi aslında bugünkü günde eğer pensiyaga chiqib ketmagan bo'lsa, şu devirde bu tavlangan şu namayışning ta'siriga ve onundan keyingi 88-yili şunun ta'siridan chiqqan ikkinchi qadam namayishlarning ta'sirida tavlangan insanlar deb qarayman. Bu bir. Ikkinchisi Nur Mehmet degandek hakikaten uzun namayış bo'ldi. Yaman çoğun narsa olgan dedim, hem isim kelgen bisikletten koşup geldim. Biz dönkörükni yani, ötken vaktimizde, biz oturdurak men kaptık Pedagog Üniversitesi. Şu vaxtıda vay dep koçudakiler degan vaqirab yaşlı o'quvchilar dep dönkörükteki kavapçılarını tatip samspezler ve ufuklarım mani yavlinglar dep şu onlarca adam kavaplarının nallarını kötürep kelgen. Ben amma yig'lab ketgandim. Bu mesela ağamız var amma gözüm geçip ketken çizdim. Andık oturup görüşünü ötüp maylık Gizitxan'ınki Abduraylık Gizitxan'ın neşriyat demdik. Yani altını ötken çağda şu talağa mındak işte şekilde yandı qarab durgan iç binanın üstünde çoğun ziyali adamlar onun içinde bütün ziyaliler oturgan qora. Balkonga çıkıp bir çoğun anılarımızdan çoğun dadlarımız şu vaqtdagi çıkıp yaşanlı o'quvchilar, yaşlı o'quvchilar, yaşa Uyg'ur deb vaqirab ketganda shunda hayajonlanib. Bizni biz o'tayotgan vaqtida shu yerda shu ko'rinishlar endi. Albatta bizmi shundaylik yosh kichik 18 yosh degan hozirgi bolalarimiz 18 yoshlik bolalar nimani bildi? Biz shu vaqtdagi Uyg'urlarning, ya'ni bizning cho'ng ziyolilarimizning va milliy inqilobdan qolgan ziyolilarimizning turtkisi va shularningki so'rab menishi bilan bir milli uyg'unish bo'libdi, shuning azroq shuningki suyini ichgan va Uyg'ur xalqi haqiqatan qattiq uyg'onayotgan bir mezgil ekan deganni his qildim. Shularning shu ko'chadagi manzaralar bizga qo'shgan, bizga hayotda bao, Qiziltog', Xonsan deb tursa shu yoqlarni o'tgan chaqdimi Uyg'ur tijoratchilar, ashadagi kavobchi achanlarmi yugurib yanlarimiz kelib, akaman elonda bir kichik bola, mo'yindan necha ton non bilan bir kavob tutqizib qo'ygan bizni keynimizga mening bir ashadagi savoq dishimga. Mani yapmanglar aka deb. Bizning kichik bolalar, o'ylab biz 18 yosh, o bola 11-12 yoshlik bolalar. Aşina bo'lgan bu manzillar odamni bir xil so'yindirib, intayin cho'ng bir g'urur shakllantirdi. Bu shuning deyman, bu haqiqatan bir davil bo'lgich namoyish edi deb qarayman. Endi abayqi
Nur Mehmet tafsil deb o'tdi, chunki Nur Mehmet bu ishning beshida va ashaylik hammasi o'zi bo'lganligi uchun men buningdan bir qancha yil keyin universitetga borganligim uchun meniki albatta ma'ningiz Nur Mehmetdek uni tafsiliy cho'nqur ko'raman, kichikroq da, chunki haqiqatan men balkonda hozir men chet elda birinchi qavatda Nur Mehmet chiqib so'zlagan. Kim chiqib so'zlaydi, yo'qolib ketdi, bular ichki kirketida tuduq ashad 10 necha ming odam. Bular 5ning kirket kelganini xabarimiz yo'qda. Nur Mehmetlar o'zi kirkitibdi ichiga. Kirketgandan keyin biz tuduq, baqirib namoyish qilib tuduq. Keyin Nur Mehmet chiqib so'zlagan demiş. Nur Mehmet ilib, undan sonra abim o'zi deganidek, mashtan mehnat berdik. Bir haftadan keyin qilamiz deb. Andan keyin bizning maktabdan vakil saylab 5 saylang degan chaqda shu men bo'lmasa shu yil maktabga borgan o'quvchi 1260 tak o'quvchi shu yil olib ekan. Bizning maktab pedagogik universitetimiz 7000 necha o'quvchisi bor ekan shu vaqtida. Milliylar 4000 yaqin ekanmiz. Shuningla oshxonada cho'nglar hammanglar kiring deb shu oshxonaga butun tomoqqa hammadan kirib hech kimni chiqarganimizga cho'nglarni to'sib olib. Undan sonra menga vakil avatimiz, ya'ni kim vakil bo'ladi degandek keyin yenkaga o'quvchilarga bir vakil bo'lib berish kerak degandek albatta hammamiz yenkaga o'quvchilarimiz qo'rqancha 17-18 yoshli bolalar hammaylar. Degandiki shu men ustidan ustiga chiqibman. Men bo'laman vakil deganda men vakil bo'lmayman desam albatta hammasi qabay degandek oldiga chiqishni bir qo'rqish, bir andishi bor. Albatta ko'pincha o'quvchilar albatta Sharq Turkistondan o'xshash bo'lmagan shaharlardan va yezi noyalardan kelganlar, shahardan kelganlardan son qilishmaydi chunki ular texmi qo'rqinchaqroq bo'ladi, andishisi cho'ngroq bo'ladi ularniki. Shu men bir vakil bo'ldim. Andan keyin cho'ng sinfning bolalaridan ikki birisi faqat keyin qatimda inqilobni bilgan bir Iskandar bor. Iskandar Nur Mehmet esida yaxshi bildi. U men qo'rqam bo'ldi. Bizning fizik fakultetiniki. Biz fizik fakultetidan 3 odam vakil bo'ldik. Siyosatdan birisi, ma'rifdan biri 5 odam biz vakil bo'lib qolgandik. 5 odam vakil bo'ldik. Qolgan jarayonlar Nur Mehmet degandek nayt isim yaxshi. Men Hamudun Niyozning indirab o'tirib qolibdi ekan. Shunda ismni bor, hamda shu indirab o'tirib qolganim. Nur Mehmet bilan Mehmet To'xtiy, Tursunlar bilan biz shu vaqtda men o'sha chaqda kichik bo'lsam, lekin tamoq chekadigan chaqda men o'sha tamoq chekdim kichik bo'lsam. Shu tamoq chekish jarayonida mashal tanishib, voy qaysi maktabdan u bu deb ko'rib, andikin shu yilqi sen degan yilqi shu vaqtdagi hadimizda, endi 81-yilingda shu 81niki. Chiqish degan gapi yilqi janobini o'rtog'iz o'tgan yerlarda shu ayt xursand bo'lib ketib, uni men yillarcha hikoya qilib so'zlab shirgan ham shundaq o'zimizni kichik bo'lsakmi, ashaning ichida turib endi dars olganda endi nayt yaxshi bo'lganda qaytib borgandan keyin albatta bu kelishimlarni ala suhbatlar ziyon tortib biz tutgan darajada qaytib ketdik. Mayli 20 buni yig'ishtirib aytgan bo'lsa-mu, lekin maktabga borishni oldirib ketdik, berib anlatimiz deb degandek o maktabga bora-bormaylam darvoza bizni zaten mashina tag'da saqlab turibdi ekan. Beşimizin zaten spandaşının maşinaga bastı. Jurja deb qapaqlar turib, muavin maktab mudiri shuchi qatorliq 3 kun avatibdi, shoferlar shunaqa yo'g'on 11 kishilik mashinada o'timiz epadi, gap qilmay o'ttirdik beşimiz. Apar maktabga tamoq kichik bir oshxonamiz bor, shuni tamoqlarni tayyorlab qo'yibdi, tamoqni yeb keyin parangiz deb yotoq kirgizatdi. Kirishimiz bilan butun bolalar saqlab turibdi. O keldi deb butun bolalar degan cho'q chip ketdi. Xuddi bir cho'ng bir deymiz bir g'albi qilib kelgandek ularga qo'shib ket anglatdik. Cho'ng hamda bizning cho'nglar anglatdi albatta. Bizmi qo'shiq silib manda bo'ldi, anda bo'ldi deb ashad ko'rganlarimizni suhbatlarni anglatgan bo'ldik. Mashta nayt yaxshi o'tdi. Hammadan uyg'onishda ajoyib bir jangovarlik. Hamma nima degani bo'ldi u chaqlarda. Degandek Xitoymi u chaqda ilqi toza uyg'onib Uyg'urlarni bostiraman, bunda tutib etmasam bo'lmaydi ekan degandek bir tadbirlarni olmagan. Mustaqillikdan tortib qanday qilsak mustaqil qilamiz, bularni qanday urusha olamiz, qanday qilsak yengimiz degan temalarni ochiq oshkora suhbat qilatdik. Shu hatto shu Qashqar xotdan kuchadan tortib kelgan bolalarni tortib tarixni yaxshi o'rgangan bolalar o'zi bilgan, o'zining kechirmishlarini, o'qigan kitoblarini, shu tarafdagi danglik ziyolilarning so'zlari va ashlarningki bilimlarini o'ltirib anglata oldik. Nayti bir qaynan bir ilqi bir xuddi kinolardagidek bir qaynan bir ilqi milliy inqilobning ichida yashagan bir davr hamda shu. Başında bo'lgan spandashudan na tartiblik berib biz tartibli qaytib kelgan to'qan biz mening oldimdagi cho'ng'sizlikka nisbatan garchi 1400 bolaninki qiyin kelganlarning vakili bo'lib saylanib borgan bo'lsam ulardan kichikman. Kichik bo'lgandan keyin cho'nglarga yo'l qo'yib shularni anglatgan bo'yicha
birlikte şu yerda tarbiyalandik. Şunun bilan 88 yildagi namoyishni o'zim boshlab chiqqan. Hatta İskender ikimiz. Başta terbiyelengende endi şunun terbiyesi şu. Siz 88 inqilobdan boshi namoyishdan bormi? Uni 88 inqilobni pedagog universiteti boshlab chiqqan. Mana İskender bilan men ikkimiz. İskender degan bola. Doim bo'lsa kelar yili sen naqashu oldin 15 yil bir program qilamiz. Endi shu birinchi qadam nima suhbat tugab chiqqan suhbat oraliqda nima ishlarni qildinglar? Ana ikkinchi qadam suhbat boshqa suhbat jarayonni bir ozroq so'zlasak, andan keyin temani bir yig'amdi. Burada endi hozir mana davom deydi. Birinchi ma'lum qilib yozma debdi. 85-12 avgust kommunizm lageridagi eng cho'ng qatnashgan soni eng cho'ng vaqtda eng uzun bo'lgan namoyish deb baho berdi unga ingliz gazetlarida. Anandagi Rusning gazetida atom bombasiga qarshi o'tkazilgan eng uzun soni eng qatnashgan odam soni eng ko'p bo'lgan bir namoyish deb. Ya'ni o'zimiz bilmaymiz. Ayta tarix rekordi kirgan cho'ng bir voqea bo'lgan shu. Ya'ni Uyg'urlardagi uyg'unish milliy ruhning partiyalashining amaliyotda o'tirib chiqishi bilan bir tarix yozilgan. O tarixni bizning Uyg'urlar qadrini bilmaydi endi. Lekin chet ellik buni tadqiq qilib, ashta bog'lanib, nurg'un bog'lar bor. Endi biz namoyishni tugatib bo'lgan ekan, biz qanday bo'ldi degan bizning maktabning ahvolini deb beray. Qisqada o'tay. Biz 11 tuganki o maktab bizni hukumat 14-dekabr suhbat yig'ilganki butun oliy maktabga Wang Yimangning hujjatida bir hujjat tushirib, butun oliy maktab o'quvchisi shu bir kun ular siyosiy yuzga chiqibdi. Ularni qo'rqitib, ba'zi qizilpachaq ota-onalarning yozgan xatlariga balasiga o'qitib buni. Bolam seni Junko Kommunist partiyasi o'qitdi, yetaklab andiga biz burungi Gongchandan vaqtida pomishib bilganlar bizni mandag'azgan, biz Gongchandan kelib bizni qutqildi, bizni azod qildi, sen kompartiyaga sodiq bo'lishing kerak, ular ison qilmasliging kerak, mandig'ay sen diyagi hukumatning pulini o'qiysan, cho'qim o'qib hukumatga loyiq kadr bo'l degandek xatlarni o'qitib bolalarga ota-onalardan kelgan xatlarni. Bolalar degani qo'rqitib yurgin chiqarib vaqtida ayda bir yig'in o yig'in tugaganki ular o'ylabdi-da bizga bu yig'inlashgandiki bu yig'in ketganlarni so'livatdi deb o'ylabdi bolalar. Ular turmi so'livatdi deb biz 11 kishi kesib 11 kishi kelmaganki bu bolalar aplar bular so'laga o'xshada bir hamma bola emas yataqdagi ayda qiziqadigan bolalar yataqni olgan binoni oldida yig'ilib turibdi. Biz kelganda biz osh qo'sa qo'ygan ekan kadrlar oshxonasida bir oshxonamiz bor. U yerga bizning oshpazlarimiz xayr bo'lgan. Eng isil biz umrimizda 5 yil universitet vaqtida yeb baxmagan tamoqlarni tizib tutadi. Isil bir nima qildi. Yangi fikrlarda. Ya'ni oshpazlarni xush ketgan gap. Oshlarni memnun bo'lgan. Yangi fikrlarda o'z vaqtida bolalar tamoqni olishib so'qishatdik. Ular bizga ichidan atatdi, biz tejidan atatdik. Askar siz qo'rqaganlarni ajda jido qilgan bo'lar, u kuni bizni yaxshi kutib oldi-da. Çok akıllarımız. Ve mimar bulup keyin yataqlarga kirsa binoni oldirib borsak nurg'un bolalar bizni bexatarlikni ensirab turib tikkanmishlar. Bular cho'qim so'lavatdi deydi. Chunki Wang Yimangning hujjati qattiq qo'rqinchli bo'lib ketganda bolalarga. Shuni bular qo'rqib olibdilar. Bizga bu hujjat kelgandan keyin bu ketgan bu vakillar çok so'lavatdi Xitoy deb turgan. Biz sog'-salomat qaytib keldik. Keyin bu bolalar kirib qo'shildi. Biz ketdik. Ketgandan keyin biz hamda ay degandek nima bo'ldi deganda davom ettirdik. Bu suhbat tugagandan keyin biz ulardan 80 o'zim bir haftalik muhlat deb degan ekan. Bu shu kungi suhbat natijasidan Xitoyning hukumatining bizga qayta chaqirmaydiganligini his qildim. His qilib o'zimning yaqinlarimdan mening bir sog'chi bot Olim Rahmon deydigan uning bilan anki Mehmet To'xti, anki Voris Ababekir vaqt aktivlar hamma shunday qatnashgan. Bu dediga bu endi hukumat bizni chaqirmaydi. Ham bu va'dasidan turmaydi. Buning to'g'ri bu degan ikkinchi qitim namoyish chiqishimiz kerak. Shuni endi bu da chiqqan ekan, tafsili, chiroyli, tartib chiqayli, tayyorlik qilayli deb ashada bugungi Amerikada bir muxtar cho'ngda ma'lum bo'ldi. Shu uyi bekorga o'zi chungchingga yapilgan ketgan uy bo'shdiki, uni ma xili deb og'inimizniki oshqish baki. Osh uyga yig'ildik. 5-6miz endi qanday qilamiz deb nima qilib ankin shu 14 bo'lsa 15-yilda men yana spandoshi yishoyan nimaga sayzi cho'ng va shat ubitlarni ko'rishib shu berib bu hukumat bizni chaqirmaydi ishga jihatdan biz cho'qim bunga namoyishimiz tayyorlik qilishga 19 cho'qim qilamiz deb ularni aloqasi keldim ya'ni boshqa bolalar va boshqa ketdi kelib tayyorlik qilib uning lozungilarini qanday qilasiz qanchadan lozung qilasiz bu da lozunga yo'g'on xat qilib tayyorlik qilib qildigan ammiya qildik ikkinchi qatim 18-sila dekabr kechdi yana bordim shu maktabga namoyishni hukumat bizning endi 19-sila qildi deganimizni
ya aldığı sürüp ya keyin sürüp kılaylı çünkü bula tosu olmasın degan maqsadda bir taktik o'ynayli dedik, lekin uni biz o'quvchi o'qiganda o'ynayolmadik. Va'dimiz bo'yicha o'g'il bola qilib 19 chiqamiz deb bizim joyli qilib 19 chiqadiganini qaror qilib 18-da kechdi yana bordim deb ular cho'qin namoyish chiqamiz, lozunglarimiz manda bo'ldi. Artıq shuar yozmayli, shuarlarimiz lozungga o'xshash bo'lsin deb biroz tartiblik insonlik chiqayli degandek qildik. Qaytib kelib biz imkon kelsa birdilar meni yatqimda ichib ketdi. Bildi-da bular meni nima qilayotganimizni bu biz bilmaganlar hukumat aqimiz odam sap qo'ydik ya o'qimaymiz vaqtlarda. Mening shu maktabga borganimni bizning muxtarning yatqida yig'ilib vaqtimiz hamma hukumat bildik ya biz bilmaydigan bilan o chiqashga bildik. Bo'lib o'zining planlarini qilib qo'yibdi. Shuni aytgan qo'psak meni chiqib bizning fakultet zdoviyaning ishxonasiga solib qo'ydi. Yana bir olim degan ishimizni. Kim qarasa ufqan bo'ldik, qaysi bola chiqdi 11:20 bo'lganda bizni tamoq chiqib qo'yib yotishimizni. Biz tamoq chiqmay o'dil ko'cha qilsak, u vaqtda bir qism bolalar chiqib ketib, bugungi tibbiy institutning oldiga ketib ashaga borganda biz optizdan qo'g'lab yetishdik. Yetib namoyish ketildik. Namoyish bo'ldi. Sonimiz burungidan ozroq, chunki butun maktablar tadbir qo'llanib, eshiklarga to'sab chiqamabdi. Biz ko'chada o'tib olsak, san'at institutining bolalarım rishaklarni vaqaroatda chiqamadi. Yishvenning bolalarım chiqamadi, tamdan chiqamay. Tamda atılib chiqayotgan o'g'illar bor Ozistonda, lekin ko'p sonligini maktab to'sib oldi. Shundaqdim yana burungidan yerimchilik o'quvchi yana aylangan safarimiz buda uzun. O tibbiy institutga bordikda, gullikda aylanib keldik. Oshda aylanib yana xalq maydonining oldiga keldik. Kelsak yana hukumatning kadrlari, rahbarlari yana to'pga chiqib yan dedi. Biz sizlarga javobni berdik. Yomon gapingiz yana ishga kiringlar, o bu degan. Yani kim ishga kirib yana o'xshashda buda kelsa solab qo'ydi-da endi ular. Biz sanadi. Shunga oxir ishchida shu vaqtida bular biz namoyish qilayotganda bular ikkinchi qitim suhbatni o'rlashtiribdi. Uni bizni chaqirmay, yani bizning o'ylig'imizga to'g'ri chiqdi, bizni chaqirmay o'zlari istagan 5 ta maktabni o'quvchilarini akib chaqiribdi. Men masalan Umid ikkinchi qitim ham berdi. Bizning maktabdan kim bordiga o'qimaymiz. Ismimiz yo'q ikkinchi qitimda. Aytdim. Biz namoyish qildik. Ikkinchi qitim bizim talada. Sen talada sabamapsa. Bizning maktabdan Şesunçunun ki şu ilkenin başlığı ne? Şöyle so'qiyning mesela şu vaqtda mening esimda bo'lsa bizning maktabdan Shuhrat deb shu vaqtda Şöyle so'qiyning aktiv prezident ubati anki ma'aziqi Subi Ajaqning o'g'li Subi va u Şöyle so'qiyning muavirasi shu ikkisining bag'ini bildim 5 beribdi. Bizimki de bütçeden talar namoyish qilib ular ishida so'zlashibdi. Ansama tursinmi shu yig'in beribga o'qimay u. Yig'in kirib u deydi biz sizlarni kirib deb saqlab o'tasiz, sizlar kirimdan ishni bizga burunqidek erkinlik yo'q, oldimizda mikrofon yo'q, so'zlaydigan narsa yo'q. Hukumat mandaq bo'ldi deb bizning og'zimizni to'qlab yig'in tugatdi, qaytib chiqdik dedi. Sizlarning tishni namoyish qilayotganimiz bilmabdik dedi. Shunga u ashtaq namoyish qilib biz tishni namoyish qildik, qaytib yana o'xshash 4:25 kelganda endi xalq maydoniga keldik, kelsak ular degan bolalar so'qoq to'nlab ketdi. Endi qarasak, sen egizpashlik urush chiqish bo'lib qolish ehtimoli bor-da. Bazı bolalar dedi, nereden keldiği okumayımız. Ot yıkıp meydanın oturup cık kömüde. Gülkay gece tüneyimiz dedi. Hem de kışın gün tünmek diye ungayamaz. Toğlap kızma. Ama şu aralıkta o nerede kalsak iki traktörde kömü durdu. Ay Lodovan'ın balaları geldi mi o kime geldi? Ekip optu da. Ay plalapadı vallahi. Kim plaladı, kim ne öldü onu Xudayım bildi. Çoğla bağımı o bir yerde akışta. Ya şükür tuval kallah bağımı o. Ya ki Müşla aşağı kişi tünüsün diye bağımı. Xumay iki traktörde kömü oturdu da kocada. Atırda bir balla çıkıp bir dakika tüneyli dedi. Ahır dedi tünesek olmaydı. To'lab qolmaymiz keçiçe. Hem tünegenning foydasi yo'q. Deydigimizde qaytayildi. Budalık mikrobummandigan tarix 83'te bir balla o'tdi. Shuhrat deydigan. Uni yana ko'tarib egiz ko'tarib uni yig'in namoyishni oxirlashtirishni to'g'ri gap qildi. O gap qilib bir so'qoq kechish tünesek bo'lmaydi. Bo'lmasa tünemese ko'myapti o'tumba. Lekin biz ichib qo'ysak ichib ketdi, osh qo'ysak, tala so'qoq og'rib qoldi. Shuni bugungi namoyish oxiri ketaylik dedik. O ikkinchi qitim namoyishimizga biz chaqirmagan o'rta texnikum bolalar xapilab ulardan jiqaq ketdi. Endi Urumchidagi 14-o'tira, 17-o'tirni bir qism o'quvchilar bor, Sodi maktabning bor. O nerdikilik yeziklik maktablarning o'rta texnikumning bolalari biz chiqarmagan bolalarni o'rnini ala to'qilib, yana maydon chiqadi. Shunlar bir yig'ib aytganda bir hafta 12 19 Urumchi namoyish uzilmadi. Keyin Fuqam maktabning bolalari 100dan 200dan bo'lib, ular o'zi ko'chish namoyish qilib, maydonga kelib baqirab ketganlar bor. Aydaptilar. Aytaqib ikkinchi qitim namoyish 19 tugadi.
Aşnaqa tarixdagi 12 ayning 12 va 19 2 kunlik tarixiy bir namoyishni qilib tugatdik. Shu. Unda olganda bu qatimqi namoyishning shu Uyg'ur jamiyatiga ko'rsatgan ta'siri qanday bo'ldi? Bu namoyish zodi shu Urumchida bo'ldimi yo boshqa Sharq Turkistonning boshqa viloyat noyillardagi noyillarga kengaydimi? Uni keyin anladik biz o vaqtda bilmaymiz, o vaqt biz aloqa yo'q, shu vaqtdan ballada dembo telegram qilg'achlar bor shu vaqtda. Endi o'quvchilarga xat yozg'achlar. Endi eng tez mang'ini uchur balkim telegram bilan mang'di yoki Urumchidan ishkirib berayotgan Saudiya orqali uchur ishkirga bordi o'g'ay. Ishkirdagi mesela Beijingda, Shanxayda, Nanjingdagi o'qiyotgan o'quvchilarni namoyish qildi. Shuni bizni qo'llabdi. Ular shu kun emas, ertasi yak o'g'ini. Andiki Qashqarda bo'ldi namoyish, Xotanda bo'ldi, G'uljida bo'ldi, Bo'rtlarda bo'ldi. Bu yerlik o'quvchilarni ilgirki kunini aniq emas, 12 emasga 13-14-kunlari ularni namoyish qildi. Buni keyin anladik. Ularni Urumchiga xuddi 89da Beijingda bo'lgan namoyishni butun Xitoyning ham yerdagilar Beijingdagi o'quvchilar namoyish qo'llaymiz namoyish qilganda bizning 12-ayning 12 Urumchida bo'lgan namoyishni nerede Uyg'ur o'quvchilar bo'lsa Xitoy shahridagi uylarda namoyish o'tdi, Urumchiga o'quvchilar harakatini qo'llaymiz deb. Andan keyin bizning vatanning janubidagi Qashqar, Xotan, Aqsun va Aqsu, andan keyin Bo'rtala, G'ulja bu yerdagi o'quvchilarni Urumchiga o'quvchilar namoyishni qo'llaymiz deb namoyish qildi. Namoyish endi Urumchida shu 80-yillar Urumchida namoyish qaynagan bir yil. 80-yillar uyg'ongan, toza voyaga yetgan bütün xalqning uyg'ongan hamma yerda namoyish qaynayotgan 80-yildan boshlab 89-yilgacha namoyish bo'lgan. Ya'ni 9 yil to'xtamay namoyish bo'lgan vaqtmi 80-yil. Endi ash namoyishdan keyin hamda xalq kamkilarlik bir namoyish bo'lgan. Masalan, Aqsus banda o'qituvchi qilayotgan mezgilimda shu mezgilda ikki o'qituvchining og'iz azroq anglaganimcha shular ash namoyishga biz maktabdagi bolalarga yo'l qo'yib ba'zi narsalarga istashqanligimiz uchun xil ig'ir jazolarni ko'rganda shu paytda mana hech qanday shu kon maktab o'qituvchilar ekanda hamda faqat o'smagan o'qituvchi ekanda shular. Bizniki ekan hammasi o'sab maktabga mudir bo'ldi, yakuni bo'ldi, bilak o'dorni chiqib ketdi. Biz maktabda shu odat o'qituvchilar bo'ldik deb ashta bir deb bergan nimalar borda, hozircha quloq tubimda ishlarning nimasi. Endi shu qatimliq o'quvchilar harakatidan keyin bu o'quvchilar harakati Uyg'urlarning ashariki siyosiy va ijtimoiy hayoti qanday ta'sirlanib keldi? Albatta, ana cho'ng ta'sir olib keldi deb qarayman. Hozir degan siz narsada Xitoy hukumati ichki jihatdan 82-yildan 85 shu 5 yilda oliy maktabga o'tganlarni Atmurayning muhim o'rinlarga va nuqtaliq o'rinlarga xizmatga olmaslik deydigan o'qituvchilik qildi shu vaqtida. Haqiqatan siz degandek tuyan o'rinlarga bo'lingan bo'lsa, ashalardan ularni o'stamaslik. Chunki ularningki milliy ruh bilan tavlinib qolganligini Xitoy albatta ko'rdi. Chunki u bir kuchli milliy ruhda emasmi? Buning ta'siri nihoyat kuchli bo'ldi. Menimcha Uyg'urlarda bir qattiq cho'ng uyg'onish hosil qildi. Keyingi bo'pmi ziyolilarimizning qat-qat chiqqan nashrdan chiqqan kitoblari Turg'un Almas afandimninki Uyg'urlar O'llar tarixi degan o'xshash kitoblarningki chiqishi qatorliqlarmish hammasini yig'ishtirib bir gavda qilsak ham meni Uyg'urlarning shu 10 yilda eng uyg'ongan vaqti buningki dastlabki qadamining birisi o'sha o'quvchilar namoyishininki keng ko'lamda o'tirib chiqib Uyg'urlarning milliy manfaati uchun ziyolilarning ko'chaga to'kilganlari Muşu Uyg'urlarni hatta ziyolilarni cho'nglarni qaytadan uyg'otib shularni ilhomladi deb qarayman men. Cho'nglarimizni hatta. O namoyishning ta'siri jamiyatga albatta cho'ng bo'ldi. Ya'ni 85 kun namoyish, ham tunji namoyish bo'lg'achqa cho'ng bo'lg'achqa keyingi namoyishlar, keyingi uyg'onishlar, keyingi harakatlarning manbasi, ya'ni madadkori bo'ldi. Anadagi 88 bo'ldi. Ya'ni o'quvchilar butun vatanimizdagi yoshlar qo'rqmaydigan, namoyish qildigan, hatto keyingi bora vaqas qurolli harakat qildigan darajalarga bordi. Uning asosiga ya'ni 85dagi birinchi qitimliq qo'rqinishdan patlab chiqqan bir isyonda bu. Bo'lgandan keyin keyingi kishilarga yo'l ichmadi. Ya'ni keyingi Uyg'urlarning kelajagidagi chunki bizning olti turlik talabimiz unda qo'yganda muhim Sharq Turkistonning, ya'ni Uyg'ur xalqining kelajagini belgilaydigan muhim olti turlik talab. Bu talablar mustaqil bo'lganda hal bo'ladigan, ya'ni Xitoy aldarab hal qilmaydigan, ya'ni Xitoyning siyosatiga tik qarshi bir talab bo'lg'achqa bu Uyg'urlarning kelajagini o'ylantiradigan, kelajak uchun harakat qiladiganga bir asos soldi bu bizning olti turlik ham namoyishimiz. Ya'ni ziyolilarimizmi, cho'ng ziyolilarimiz biladi, balki bilgan uni yig'inchoqlab akilib bir yerga ommaga tashviq qilinmagan.
Biz o'quvchilar bu 6'lık narsani o'zimizni yig'ib butun Uyg'ur xalqiga tashviq qildik, bildirdik. Ya'ni Uyg'ur xalqini kelajak uchun bir uyg'unish, kelajagining xatarligi, kelajagining toz parlaq emasligini, hozir Xitoyning aktiv olgan siyosatining biz uchun bir shumliq ekanligini bildirdik. Ular bildi, shuning qarta keyingi 88, 90, 91, 97 o'lja bu namoyishlar shuning partisi deb qaraymiz. Shundan ilhomlangan namoyishlar bo'ldi. Ammo buning Xitoy hukumati bo'lgan ta'siri, ashunki Xitoy hukumati Uyg'urlarga bo'lgan erkinlik nimasini tarqatishga boshladi. Qattiq qo'llab qilishga, bularni kang qo'yib bersak, peshimiz balo bo'ldiga o'xshaydi dedimi? Ani qo'ydi, andan keyin biz o'qish tugagan. Shu umid degandek 82dan 80 aralıqda bo'lgan o'quvchilarni Urumchiga xizmatga olib qolmadi. Olib qolganlar misol partiya a'zosi yoki sodiqlar qolgansa, qolganlarning hammasini janublanib kelgan bu joyga qatib yezlarda moliq joyladi, hammamizni tuvanda joyladi. Tuvanda xizmat chiqib bo'lgandan keyin bir-biridan xizmatlikqa turmaga solimdi, turmaga solangandan bir ikkisi bor. Ammo masalan hozir bir yetishgan ziyolining o'z kasbida ishlayapti. Masalan, men fizika o'qigan gizxon nima ish qilman. O'z kasbini ishlatmadi. Yana boshqalar bor. Masalan, Mehmet doktor biologiya o'qisa, buni ingliz dars beradigan bir kasb berdi. Ayda xizmat qildi. Ashda ta'til bergan unga tuvanda kunda chorshanba siyosiy yugurish deb o'zimizni ichirib sayilib deb bizni pipan qilib, o'z-o'zimizni pipan qilib saran qilyapti. Ayda ishlar bor. Endi bu Xitoy hukumatini bizning bu 85-yildagi bu namoyishimiz Uyg'urlarni uyg'otdik, Xitoyni o'g'itib qo'ydik. İkilisi bo'ldi. Xitoyga signal berib qo'ydik, ma Uyg'urlar sal yana avtonomiyan yana uzroq qo'yib bersa, aqshda mustaqil o'takidiga o'xshaydi degan signalni berib qo'ydik. O'zimizning Uyg'urlarni kelajagining xatarlik, buni o'yganmasang, oldin o'yganmasang, xuddi Abduxoliq she'rining yozgan she'ridek, o'yganmasang, alın xatar, hozir sen yomon xatarlik yo'l ketib borsa deganimi, bizning 6 turlik talabimiz orqali ifodalashib, uni butun Uyg'ur diyoriga ishkirda o'qigan Xitoylar taqchi orqali Uyg'ur ziyoliga bildirdi. Bunun ahamiyati shu. Rahmat. Yana bir savol kalam kelib qoldi. Masalan, siz suhbatingiz dedingiz. Rossiyaning tadqiqotchilari, yana keyin ba'zi Amerika tadqiqotchilari shu 85-yilda 12 dekabr Urumchida bo'lgan o'quvchilar harakatiga yaxshi baholarni berib ekan. Masalan, Rossiyaniki bu atom bombasiga qarshi tunji qatamliq dunyoda portlagan namoyish degan so'zdaqqa. Agar Amerikaliklarmi bu demokratiya sohasida bo'lgan bir namoyish bu degandek. Ashtagan bu namoyish haqida hamda xalqarolik medialarga chiqqan bir xabar yoki bir narsa bormi ekan? Bu xabarlarga o xabarda Urumchida milliy o'quvchilar 2000dek tabii o 2000 degan chunki shu vaqtda hammasi Amerikaning olsun hammasi Beijingdagi hukumatning bergan uchuri qaraydi-da, ular axborotchi bo'lganki source, ya'ni manba qaraydi. Manba hukumatning manba qilib 2000dek Uyg'ur o'quvchilar hukumatga qarshi namoyish qildi. 6 turli talab qo'ydi deb qisqa xabarlar bor ekan, bir nechasi bor ekan. Shanxay gazetasiga chiqqan ekan, Urumchida chiqqan ekan, Hong Kong gazetasiga chiqqan ekan, chiqibdi. Uni men yaqinda men tadqiqotchi tepib hamini yozdi. Men aytgan xato men izib qo'ysam bo'ladi. Ekranda ko'rsatganmizda, lekin ta'sir bo'libdi-da, ashunday ta'siri mana shunda men qo'shildim. Uning ta'siri bo'ladi, chunki odatda hozir bir yerda bir Yevropaning bir yerda 100 odam namoyish qo'yish dunyoga ta'siri bo'lsa, ma degan ba kommunizm bular the first democratic slogan in communist lager debdi-da, kommunist blok. Komünizm bularga birinchi demokratik shuar deb beribdi inglizcha. Ruslar atom bombasiga qarshi eng uzun, eng soni ko'p, ham vaqti uzun bo'lgan bir namoyish. Chunki nurg'un namoyishlar 4 soat, 5 soat kirgitdi. Bizningki aytgan 8da boshqa soat, 6 12 11 soat bo'lgan namoyishlar bu. Shuna bunda uning ahamiyati hamda chetliklar uning ahamiyati demaydi, chetliklar uni analiz qilib, bu qandoq sharoitda, qandoq muhit chiqqan, buning nima bo'lgan, shu vaqtda vaziyat qandoqdi, Xitoy vaziyati qandoq, bular qandoq sharoit chiqdi deganlarni tahlil qilib, ya'ni bizning shunday bir ojiz holatda, shunday bir sharoitimiz nacharlikda shunchalik jiqadamni ko'chaga chiqib, Xitoyga qarshi, ya'ni kommunizm lageri qarshi chuvar to'lg'anligimizdan bular faxrlangan gap. Xushlangan gap. Biz Uyg'ur xushlanmadik, faxrlanmagan bular. Lekin chetlik o'yindan faxrlanadi. Rahmat, bu nihoyat yaxshi bir xabar ekanda. Masalan, o 85-yillar o'tirib o'ylab baqsaq, bu namoyish desimi, xalqimiz uni bilmaydigan bir mezgilida
Endi bu Bilmaydi. namoyishlar hozir 85 namoyish hozir bular kunda Urumchi Xitoy konsulati oldida ko'cha qo'ygan namoyish qo'shildi. U namoyishlar bu namoyish yuzbasi o'xshamaydi. Bu chet elda bo'lgan namoyishlar shuarimiz aniqlam Xitoy uni bu shikast. Bizning u yoq shuarimiz birisi muhit, sharoit, o'zimizning xatarligi, tajovuzchiga qarshi bir namoyish andigan qo'ygan talablarimizning salmiqi jihatdan ankin qatnashuvchilarning yoshligi, yosh qurami biz kichik bolalarmiz. Cho'ngimiz 21 yosh, kichigimiz nima degandek 17 yosh, 16 yosh vaqtida unda bolalar maktabga o'qiydi. Texnikumning bolalari hammasi 16 yoshga qo'llatdi. Ha, 16 yosh eng cho'ngi o'qish bitirgan bolalar 21 kirdi. 17 yoshga kelgan bo'lsa, 21 yosh, 20. Men 20 yosh vaqtim, cho'nglar hisoblaymiz endi. Ashlik bolalar bizning kallimiz, aqlimizning ashinchlik yetib, ashni ichiqqanligimiz bu chet elliklarning nazarida cho'ng bir ish, mo'jiza hisoblanadi. Hozir biz chet elda namoyish qilyapmiz, nurg'un ziyodi nimalar bor, qanchalik bir ta'sir qila oldik? Yo'q. Uning nisbati o cho'ng ishda u. Endi men davlatam, xushaytam ishni qamdi. Mana misol bugungi vaziyat qarab boqaylik, namoyish ba'zida deydi bu namoyish muxtib chiqdim, namoyish qilib ket. O namoyish bilan bir hal bo'lmaydi. Uyg'urning taqdirini o'zgartirib bo'lmaydi. Bo'libmi? Diktator bir davlatga, diktator hokimiyatga namoyish ta'sir qilmaydi. Ikkinchi mustamlik qilgan, ya'ni mustamlikchiga bu namoyish ta'sir qilmaydi. Chunki mustamlik seni qurolliq besa olgandan keyin u seni namoyishni pisand qilmaydi vaqtida. Mana buning ta'sirini ko'rdik. Birinchi bugun Suriya bir diktator hokimiyat. Uningda namoyish bo'ldimi? Bo'ldi. Dunyodagi eng cho'ng namoyish bo'ldi. Butun ben bir şey degandek sosyal medyada foydalanib aloqani foyda butun Suriya xalqini qo'zg'ab 10 million Suriyada qo'zg'algan, lekin hokimiyat diktator boshqa anglamay qurolli qildi, qurolli kuchni tankilanmay nurg'un qurbon bo'lib bo'ldi. Oxir qanday bo'ldi? Fursat g'animat kutib ijandi. Endi biz Uyg'urlarga Suriyaniki shu namoyishlar, bizning namoyishimiz Suriyani bugungi odamlar bizlar bir bog'lab o'taymi shada. Suriyada shunda bizga o'xshab namoyish qilgan ularmi? Diktator bo'ldi. Bizim namoyish qildik, lekin bizni qaldi qirg'in bo'lmadi. Bizning namoyishimiz xalq o'tib, umumiy xalq qo'zg'almag'achqa bu cho'ng qarshilik bo'lmadi, shu to'xtab qoldi. Suriyaniki mana diktator hokimiyatga qurolli kurashga o'zgardi, urushib, ojiz bo'lib yengildi. Oxirida bu qurolli mujohidlar, ya'ni qurolli o'kcha saqlanib qilib, vaziyatni, fursatni, xalqqa vaziyatni o'zgarishini kutib turib, 13 yil urushib olamagan Suriyani 12 kunda oldi. Butunlay 12 kunda Suriyani ozoqladi. Ham biz Uyg'urlarchi deganda namoyish qilib kirkasak bo'lmaydi. Bizning chunki bizning dushmanimiz mustamlik qilgan dushman. Qurolli qishqirgan Xitoy. Uning qarshi bizmi Suriyalikdek ham namoyish qilgan, ham qurolli kurash qilgan, ham siyosiy kurash qilgan bir potensial kuchni hozirlab tursak, bizga shunda Suriya kelganda xalqaro vaziyat o'ng kelganda, sharoit hozirlaganda bizni Xudoyimiz 13 kunda yoki 15 kunda bizni vatanimizni ozod qila olamiz. Onun için bizmi tayyor turishimiz. Bu yolg'izlam tashkilot qurilib, favqulodda vatandosh vatanga kirib xizmat qilman degan mandat olamiz. Men vatanimni ozod qilish uchun jinimni fido qilman degan ruh bilan bo'lsa-mi, xuddi Suriyadagi fidoilardek inshaalloh bizim vatanga bir vatan ozod qilamiz, jinimizni fido qilamiz degan ruhlar butun Uyg'urlar biz tashkilni tayyor tursak, har jihatdan, siyosiy jihatdan, qurol jihatdan tashkilni turgan vaqtimizda inshaalloh bir kun bizga shunday Suriya kelgandek fursat keldi, omad keldi. Bizim vatanimizni ozod qilamiz, lagerda turgan xalqimizni qutqizamiz. Bizim vatanimizga xuddi bugungi Suriyalikdek yig'lab qaytamiz. Men vatan berib qolsam, ya chegaradan kirgan paytda yerni suyab, o'zimni tuproqlar juyman deb, ashunday darajada. Chunki vatan bizni. Ashunday qilishimiz kerak. Bizmi Suriyalik o'xshash xalq, bizmi ash Iroqdagi, Suriyadagi, Falastindagi o'xshash xalq. Bizning vatanimiz shular o'xshash vatan. Bizim vatanimiz uchun ashunday jangovar, fidokor bo'lishimiz kerak. Men shuni tavsiya qilaman. Rahmat Eldorsa, bugungi mavo nima deb 3 inkas chiqdi. Bu inkasning ichida bir inkas diqqatim tortdi. Meningki Ilshod Qodir so'rgan inkas ekan. Mana nimaga yo'llab qo'ydim. Mana ekranda to'liq ko'rinmaydi. Bu savolni ikkanli so'rabdi-da. Men o'qib beray. Hurmatli Abdurim apandim, suhbat yaxshi bo'layotdi. Bir qancha Uyg'ur choy bahonasida biraylarning uyiga yig'ilgan edik. Bugungi suhbat programmasi bizni oliy maktabdagi hayotimizni eslatdi. Shunga so'rinni to'xtatib diqqat bilan ko'ryapmiz. Bizning bir savolimiz bor. Nuri Musabayev efendim bilan Ümit Hamid efendim ilgari Dünya Uyg'ur qurultayida muavin raisi ustida Dünya Uyg'ur qurultayida uzoq xizmat qilgan edi. Keyin Nuri Musabayev bilan Ümit Hamidlar qurultaydan ayrildi. Bu muajiratdagi Uyg'urlarga ayon.
Demoqchi bo'lganim Nuri Musaboyev va Umid Hamid apandilarning nima uchun Dunyo Uyg'ur qurultiyidan ayrilganlik sababi ham Dunyo Uyg'ur qurultiyining siyosiy da'vodagi o'rni haqida shundaqla yaqin elib berilgan Dunyo Uyg'ur qurultiyining saylim haqida ko'z qarashlarini o'ttirib qo'yib muloyiza qilgan asosda 2022 yil ise Birleşken Devletler Teşkilatı'da Uygurlarını qo'llab Xitoy hukumatini ayblagan davlat 50 dan 2023 yil ise 51 ko'paygan edi. Afsus bu yil Uyg'urlarni qo'llaydigan davlatlar biroqla 15 ga tushib qoldi. Bugun biz cheyimizda bu vaqtda munozara qilib baqdik. Buni sizlar uzun yil qurultayda ishlash jarayonidagi ko'z qarashinglar bilan qanday tushuncha bersizlar? Bu qatimki 51 davlatdan biroqla 15 davlatga tushib qolish ahvoli yaqinda inglizcha Nuts xabarda chiqqan Dunyo Uyg'ur qurultayida yuz bergan jinsiy sachchilik voqeasi ta'sir qilganmi? Bo'lsa bu vaqtda bir suhbat qilgan bo'lsanglar debdi. Anladingizmi mana? Anladım. Bu uzun savol ekan, ham bir tweet ekan. Ham İlşat Qodir hammamiz bilamiz Facebookda aktiv turmush xalqaro vaziyat siyosiy analizlarni Uyg'urlarga eng yangi xabarlardan uchrashtirib turdi bu qarindishimizmi? Bunu savol uzun savol ekan, ko'p savol ekan, bugun qilsak tim uzrab ketdi ekan. Xohlasanglar ikkanlar yana bir qatim bir suhbat qilib, mush İlşat Hasanninki savolni asosda bir suhbat qilsak bo'ladi. İlşat Qodirning qo'ygan savolini. Bu 4-5 savol ekanda, bu 4-5 savol muloyiza qilsakmi, bir yarim soatdan chiqarib 1 soat bo'ladi ekan. Qanday qaraysizlar? Men munozara qilsak bo'ladi deb qarayman. Uningga mumkin bo'lsa, Dunyo qurultiyining bizdek chiqib ketgan emas. O'z navbatidan to'shib, o'zi chiqib ketgan. Masalan, Umidlan mening bu dunyoga chiqib ketishimiz o'xshamaydi-ku, boshqalarga o'xshash. Uni bu daqiqa suhbat deymiz. Ayla bo'lsa, ulardan birisi qatnashsa, ya'ni Dunyo qurultiyining deymiz o bütün nimalar prinsiplarini qo'llaydiganlar borchu, hatto ashyolik satchilikni to'g'ri deydiganlar borchu. Shundaqlardan birisi kirsa, ya'ni ular yo'q yer degan qilsa g'aybat bo'lib qoluvchi, shulardan birisi kelib o'tdasa, andikin biz ya'ni Dunyo qurultiyi bizni yaxshi ko'ramiz. U Uyg'urning tashkiloti, Uyg'urning mukammal muntazam tashkiloti, ya'ni mukammal muntazam bo'lishida bir davlat, ya'ni Amerikadagi bir davlatning iqtisodiy yordamiga erishganligidan u muntazam mukammal bo'ldi. Lekin uning mukammallik muntazamligini bizning ichidagi chirik diktator davlatda endi ashlarning monopollik tufaylidan oxiri satilishi bilan bu qurultay o'zining obrazini yo'qotdi va yo'qotdi. Ashlar degandek chet-elliklarni qichibdi. Demak, buni ashlar bu vaqtida chiroyli suhbatlasak, uningki ya'ni yarını operatsiya qilib ilishimiz kerak. Ammasan yarı sesib bütün adamni sesib. Shuningga Dunyo qurultiyini agar muloyiza qilamiz desak, ashlardan odam qatnashsa, birlikda o'tirib, analiz qilib, to'g'ri yerini to'g'ri, xatoyini xato deb qo'rqmay, birisidan shiklanmay deb qurultayni qutqizish, qurultayni haqiqiy Uyg'urcha xizmat qildirish tarafga tortish kerak. Uni o'tirib turlar tillaverganning foydasi yo'q, chunki qurultay bir hukumatning moliyasiga erishayotgan yaxshi bir tashkilot. O yaxshi bir tashkilotni bir shikadan jambaqadigan o'rin qilolmay, uni Uyg'ur uchun amniy harakat qiladigan, natija qozondiradigan tashkilotga akilish uchun uning ichidagi kamchiliklarni, yorlarni tozalash kerak. Kamchiliklarni ilitish kerak. Shu vaqtida bu tashkilot asli keldi, xalqning qo'lchiga, himoyasiga erishdi, shu xalqimizga naf keldi. Shuning buni uchun munozara qilaylik. Men qo'shilaman, ammo shulardan biroz qatnashsin. Men qatnashmayman deb kirsin-da. Kurashsak, taklif qilsak chiqamdi, chiqmamdi bilmayman. Shunda bo'lsa kurashganlarni demak o'zining qilayotganligidan, xatoligidan o'zi ko'ngilga ayon. Ya'ni o'zining qurultay qilganlarini qo'g'dab qololmaydi degan gapda. Mudofaa qilolmaydi. Agar mudofaa qila olsa, qo'rqmay chiqish kerak. Bu yerga nima qo'rqidi? Bu sahnaga chiqqan odam Xitoyning oldida qo'rqmay qanday tura oladi? Shunda to'g'ri. Asli biz o'xshamagan fikr haqida odamlar chiqib, bir-birimizning shaxsiyatiga, xarakteriga hujum qilmay, fikrimizga hurmat qilib, o'zaro insonlikqa, o'zimizniki Uyg'urlikqa hurmat qilgan asosda yaxshi shaklda paranglashib, masalalarni dodliqlar o'ttirib qo'yib, ilmiy muloyiza qilgan bo'lsak, o'ttirimizga nurg'unlagan surkilishlar, fuhshmasliklar, shunday kelib chiqqan ko'ngilsiz kishilarga xotim bergan bo'ladi. Afsus bunda bir ko'ngilsiz bo'lsalar ish yo'q. Endi bu yerda rasmiy qalbidan men Uyg'ur uchun xizmat qilman, Uyg'urim deydiganning ichida ko'ngilsizlik bo'lmaydi.
Yana fikir o'xshamaslik bo'ldi. Fikir ixtiloflarining taraqqiy qilishi bilan yaxshi yakun chiqadi. Natija oldiga mangdi. Agar o'xshamagan fikrdagilarni siqib chiqarib bir fikrda bo'lsa ish mangmaydi. Chunki bir ideyalar mangan narsa taraqqiy qilmaydi. O'xshamagan fikrlar yig'inda munozir bo'lsa, muloyiz bo'lsa, o'xshamagan fikrlar tushganda uni analiz qilib, uning o'tirdan yaxshi javhirni topib bo'ldi. Agar bu qurultoy agar o'zining qurultoyini saqlayman desa, hamma sohadagilarni qabul qilish kerak. O'xshamagan o qurultoyga hozirgi burunqi va hozirgi ittifoqning siyosatlari, ya'ni nizomnomligiga norozi bildirgan, kundalik bo'lgan faoliyatga norozi bo'lganlarni elish kerak. Shu vaqtida o'ngishiladi. Ularni siqib chiqarmasa, mening to'g'ri ekanda bir xato bo'lib ketaverdim, oxiri nima bo'ldi? Qurultoyni rasvo qildi. Agar shular beshidan boshlab boshqalarning tanqidiy fikrini, qarshi fikrini qabul qiladigan odamlar ishini saqlab qolgan bo'lsa, bugungi rasvochilikning oldini olib bo'ladi. Lekin shuni rasvochilik bilganlar, bildi shu nurg'ulari ashni ma xato diyamagan gap. Chunki deyiladiganlarni bular siqib chiqarayotgan. Sab diyamaydigan nim bo'z to'g'ri-to'g'rida bilib Beijing qurultoyiningidek qo'l ko'targanlarni yig'ib, nimda shuni ketib oxiri inson takabbur, kibr paydo bo'lib, bu satchilik ketgan gap. İnsanda takabbur, kibir paydo bo'lganda xatolashidi, ozidi. Hammamiz ozimiz, hammamiz xato. Lekin shuni uchuqlab turadigan, xato ketib borsa, yeng tortadigan odam bo'lmasa, odam mendan cho'ng odam yo'q ekan, men eng no'ch ekanman deb menga yurdi, oxirida bugungidek ajdoq rasvo bo'ldi. Shunaqa. Hozir bu munozara yerimni qilib bo'ldik. Agar yana bo'lsa qilamiz. Bu yermas o'chaqda Rausni nima qilgan deb savolim ketildi. Mening bu savollarim bor. Men o'shalikka bir necha kun burun meni Uyg'ur agentligiga yo'llab tikanda Facebook nimasiga chiqib tikam o'sha bu yil 15 kuchib qolibdi deb uni o'qib men ko'nglim bir xil yerimlab hozir yezib chiqarib qo'ydim. Bu to'g'ri bir maqola yozayotib turganimda men bir obzordim bir 15 dan hammasi g'arbmikan yoki yana g'arbmi 15 qolibdi shu g'arb qolibdi. Qolganlar ketdi-da tashlayotganmiz. Ketgan ekan bu ichinish ahvolchi bu narsaga bir diagnoz qo'yishimiz kerak-ku biz. Bu narsa jiddiy shaklda o'ylashimiz kerak. Nima uchun xalqaroda dastlabki 2018 da boshlagan 45, 47, 50, 51 bo'lib yildan yilga o'rlayotgan biriqlar kim 15 tushib qolishi bu Uyg'ur davosida noyatliqqa tez shaklda tuvallash borda buni BDT demda Birlashgan Davlatlar Tashkilotida bu har bir Uyg'urni asla jiddiy shaklda o'ylantirishga bir temiti. Buni Facebook chiqarib qo'ysakmi inkos qaytargan odam yo'q. Her qaysi tashkilotlarning hech qaysi bir fikr qilmadi shu bu narsada. Men bu narsa yozaydim. O bizning Uyg'urlarda bir manda bir narsa bor. Bir nimda g'alba qilib qolsa, men qildim deb hammasi beshiga eslab oladi. Meniyotgan poyezga eslab oladigan bek chiqadi. Hammasi nima ishlayotgan poyez men mang'zot. Poyez to'xtab qolsa hammasi tushib ketadi emasmi? Shunga o'xshash bu 51 chiqib o'tdi men qildim deb talashqandi. 15 chiqib qolganda buning mas'uliyatini qish uchun hammasi og'iz yumog'an gap. Asli o'g'il bo'lsa, mana xatolik bizda o'tida o'tirib chiqish kerak. Shunday mas'uliyat kimda buningga buni otmaydi mas'uliyat kimda bo'ldi? Mas'uliyat biz Uyg'urlarning vakilida necha vaqtni biz aniqlik deganlarda bo'ladi. Chunki qolgan uşaq tashkilotlarni u xalqaro ko'p bilmaydi ancha. Cho'ng tashkilotni bildi. Shu cho'ng tashkilotniki ichkidagi tashkilsizlik yoki xalqaro obrazni tushishi bilan chekingan bo'lishi kerak. Ya'ni u qanday sababdan bu 15 tushgan bo'lsa shu tashkilotning mas'uli bo'ladi. Men gapingizni bilyaptim, to'g'ri tushundim aka. Bu temani ayrim mulohaza qilaylik. Siz degandek, men qurultoyning ba'zi odamlar bilan kurashib baqalik, lekin hech qaysi telefondan olmaydi bilaman bu narsada. Chiroyli xat yozib baqay, nima deb javob qaytardi. Chiqadigandan biroz bo'lib qolsa, o'tgan platforma qashmaligi Iso Isfatokinning mutlaq maxfiyat taqdiman chiqaman deb gapni cho'ng so'zlab o'tirgan, u yetib oldim. Kurashib baqadi. Men kurashib baqay, sizlar kurashib baqinglar. Umid qilaman Germaniyada bo'lgandan keyin, Amerikada bo'lgandan keyin kurashib baqayman. Chiqib qolsa, shuni ilmiy shaklda, tillab nima emas, ilmiy shaklda bir izlab baqinglar. Nima uchun zot Uyg'urlarni xalqaro qo'llashni istib Birlashgan Tashkilot 15 chiqib qoldi. Buni to'g'risida bir tahlil qilib baqaylik deb baqalik. Buning ham yaqin kelmay qilib qolsa, anakan kim ekranga chiqadi deb ikkilandan boshqa yana ekranga chiqadigan bo'lib qolsa, bular bilan chiroq bir suhbat qaytaq. Bo'ldi. Başka fikirler var mı? Söhbət çıxımız desə, hər zaman təyya söhbət qılımız desə, o zaman qaltı söhbət qılıb qoymayız. Lekin bir nərsini deyib qoya dedim bir şeydə. Biz qandaqdır bularning bəzilərinin təşviq etgəndək, məsələn Nur Məhəmmədlər biz bularni sıxıb çıxarıb etdik deydigan bunda iş yo'q. Biz özümüz bu yerdən çıxıb ketgan, mana deb qoyay.
Biz kirib siz mani qatnashingiz qatnashma 2017 biz qatnashmagan saylanmagan. Ama saylamını ötküzbegen. Manda beşini silkib etib, manda 2017 saylamını qarab baqsın saylam kim yordam qiladi. Ayrim keylik nemisiga Ha. qarashgan. Ama teşekkür qilibdi. Men ama deb qo'ygim keldim, deb qo'yay dedim. Chunki ba'zan ishlar necha kun yog'sa manchiminchi UAB'lar bizni tor UAB'lar tillab yuribdi. Birisi men Dunyo Uyg'ur qurultayiniki kadrman deb birisiga bir xat yozibdi, uni ko'rdik. Mana o'xshash narsa. Endi bir qurultayning obro' inovati qanday tushirsa, mana shu narsani tushidi. Hozir men dedi, mana shu qurultayning obro' inovati tushsa, xalqarodagi obrazmi, xalqarodagi qilayotgan natijalarim uchib ketadi. Diqqat qilish kerak. Ava dedi bu xalqning tashkiloti hammamiz yaxshi ko'ramiz. Shaxsan men Germaniyada yashayman. Dunyo Uyg'ur qurultayini qurg'uvchiligini biz ichida 10 yil ishladim. Buning hammasi biz bilamiz. Hech qanday birsin yomon gapini bir yerda ochiq qilib boqmadik hech qanday odamga biz. Ma andamdaq deb. Lekin kamchiligimizni ko'rsatib bu aniq gap. Chunki bu xalqning qurultayida, xalqimizning tashkilotida bu Uyg'urning tashkiloti bo'lganligi uchun yaxshi aytmoqsak. Andikin bir gapni Nurmamat nayt yaxshi xulosaldi. Shuning men bir yig'iz qo'llagan shaklda men shuni qo'shilib qo'yay dedim. Chunki haqiqatan biz Uyg'ur milliy davlasini, Uyg'ur milliy masalasini, Sharq Turkistonning masalasini hal qilamiz deydi ekanmiz. Cho'qim namoyish, xalqaro siyosat, xalqaro aktivistlik qatorliq faoliyat bilan birga cho'qim Xitoyga qarshi hayot mamotlik jangga tayyor bo'lishimiz kerak. Hayot mamotlik jang siyosat ikkisini tang yeb mangan chaqda bu vatan qutuladi. Bo'lmasa bu vatan quruq gap bilan bo'lib munqariz ilib olgan bir bosib olg'uchi davlatga qarshi yumshoq narsa bilan bu ish hal bo'lmaydi. Bo'libmi Xitoyga qarshi? Xitoy dunyodagi hech qanday bir axloqqa, siyosiy axloqqa, kishilik axloqqa rioya qiladigan, uning sundigan gapi turadigan bir millat emas bo'libmi? Necha yillik feodallikni yashab kelgan bu millat mush bitta davom qiladi, balki demokratik bo'lish uchun eng oldida 3-4 yuz ketishi mumkin. Shunga buningdan quruq ham xiyol, buningdan osmondagi g'azning sho'rpisiga nonchilab ichadigan ishni tashlab, cho'qim bir qitim eng oxir fursatni tutib, biz fursatni tutib, sharoit yetgan vaqtida qo'zg'alib vatan ozod qilamiz va qurolliq siyosiy jihatdan yangi tayyorlik qilishimiz kerak. Bu hozir chiqib urush qilgan xalqni kuch ketganlik emas, fursatni ilg'or texnika bugungi kunda o'ylab qo'ying. Nech 100 ming dronini bir aeroplanda tashlab uni urush qilgan manda texnikalar dunyoda bo'layotgan, odamsiz uçquchilar bo'layotgan, har xil lozimli qurollar dunyoda avjilayotgan nadi yüksek texnik bilan az kuch bilan cho'ng narsani vayron qiladigan bo'lmagancha shuni ig'ir yaralandiradigan bir iqlim qarab ketib boramiz biz. Bizde ümit bor, vatanimiz ümit bor, chunki u vatan bizning, biz buning oldiganligimizga hammamiz ishlaymiz. Shunglashqa ikki gapning bir so'zli ba'zi insonlar bu insonlar qurolliq kurashni deydik, anda deydik, manda deydik deb qurolliq kurashning gapini qilgan insonlarga qarshi chiqdi ekan. Voy qurolliq kurashning gapini qilmay bu vatan o'tirib og'ini bo'lmaydi qarindoshlar. Bu cho'qim qilgan bir ish, lekin sharoiti bo'lsin, siyosiy vaziyat pishib yetilsin, bizningmi diplomatiyamiz shunga yetilsin deyapmiz bizmi? Shu yo'lda qo'limizdan kelishicha harakat qilib ketib boramiz. Mushun deb qo'ydim, rahmat. Rahmat, bugungi suhbatimiz mushayishi bo'lsin. Sizlarning vaqtini chiqib qatnashib berganiga rahmatni bildiraman. Qolgan timini kelar qatimliq suhbatda ko'rishaylik. Rahmat hamsa. Rahmat sizga, rahmat. Rahmat.